Assalomu alaykum, dunyoning orqasi yerda yashayotgan muhtaram vatandoshlar, hammanglarga Allohning salomi, rahmati bo'lsin. Fidoylar ekraniga xush keldinglar. Men fidoyi do'stim Ahmad Tashqari. Bugun diqqatingizga tanqidiy fikrimizning davomi ikkinchi qismi suniladi. Biz oldin qatim deb ketgandek, siyosiy yo'l va strategiya sohasida millatning taqdirini belgilab qilish ehtimolligi bo'lgan jamiyat va tashkilotlarniki xato ketib qolayotgan yoki sal qarayotgan va yoki istiqbolimiz uchun yetarli darajada qanoat hosil qilmayotgan taraflarga do'stona fikrlar, takliflarni oldi bilan yuz turana va parda orqasida berilgan bo'lsa-mu, suhbat va turli aloqalar yetarli unumga, natijaga erishamagandan keyin ekranga chiqishga sabab bo'lganligini izohlab o'tgan edik. Bugun diqqatingizga shu mazkur ishlarga aloqador yoshlar amalining tanishib bo'lgan Dilyar Raboy efendim bor. Assalomu alaykum, hurmatli Dilyar efendim, xush keldingiz. Va alaykum assalom. Rahmat. Sizning va barliq ko'ruvchilarning mush vaqt xayrli bo'lsin. Allah razı olsun. Alaylı vaqt ajratdingiz. Onundan başqa yoshlarni tashkillash orqali yaqin kelgusimiz uchun yangi bir yo'llarni ijod qilishdan iborat bir istaklarimizning yer osti, ya'ni bir ost tarafdan xizmat ishlanayotganligi haqida xabarlarni tuygan bo'lsak-mu, ammo unumlik yoki biror bir diqqatchilikdek xabar olmagan edik. Keyin kunlarda o'ylamagan yerdan ba'zan bir favqulodda qarorlar o'tirg'i chiqdi, bayonotlar e'lon qilingan bo'ldi. Dunyodagi bütün tashkilotlarning yoki Sharq Turkistonliklarning nazarida eng chong ish qilyapti deb qaragan tashkilotlarga qarata o'zlarining bayonotlarini e'lon qilish orqali oranglardagi farq, fikr ixtiloflariniki arzini ochgan bo'ldinglar. Shu munosabat bilan bir xalqimiz bilan bu o'tirdi yuz bergan tushunish maqsadida program qilish ümidi yo'q, albatta bugun nasib bo'libdi. Kirish so'ziga aloqador so'zlaringiz bo'lsa anglaylik oldi bilan. Marhamat. Oldi bilan assalomu alaykum barliq qarindoshlarga salom bo'lsin. Endi mening uslubim bo'yicha men oldin bir narsalarni ko'rsatib so'zlaydigan bir uslub bo'lib qoldi. Shu bo'yicha bu yaqinda ikki tashkilot bilan bo'lgan munosabatlarimizning uzilganligi to'g'risida bergan bayonotimizdan keyin qarindoshlarda ya'ni nima uchun nima ish bo'lgandi degandek savollar bo'ldi. Ammo da'voda kona uzun turayotgan qarindoshlarga bu bekmi vayron qolarliq ishim bo'lmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz hamda da'voning bu hargizmi, ya'ni berilgan bayonot hargizmi bir qitimliq nima yig'ini bilan Xitoylar yoki Tayvanliklar bilan ichgan yig'in bilan ashning bilan munosabatlikda berilgan narsa emas. Ya'ni biz qurilgandan tortib hozirgacha dunyoga bir qurultiy va xalqaro tashkilotlar birligi qatorliq tashkilotlar va biz Uyg'ur tadqiqot institutining sohibxonligida, ya'ni o'tirdi betaraf turishi bilan ba'zi bir ko'rishishlar bo'ldi, ba'zi bir temalarni mulohaza qilgan yig'inlar bo'ldi, fikr almashtirishlar degandek. Shuning uchun bu bir hamda bir jarayon. Ya'ni bizning bayonotimiz bir qitimliq yig'inga berilgan bayonot emas, balki biz qurilgandan yo'q hozirgacha bo'lgan jarayonga berilgan bayonot. Keyinida bizning bugungi tema bilan munosabatsiz bir rasm chiqib qoldimi o'rtasida? Yo, Uyg'ur qurultiyining nimalar logosini ko'ryaptimda. Men mandirib o'tadi. Bu biz tayyorlagan narsa emas, çok qarindoshlarni biz bilan aloqasi. Shuning uchun endi hozir biz shunday nuqtaga keldikki, xalqimiz har qanday bir ishning jarayonining bo'lganligini tushunishi kerak voyaga keldi. Ya'ni bizning men burunji deb keldim. Bizning Sharq Turkiston da'vosi ya Sharq Turkiston masalasi tunugun ya bugun boshlangan da'vo emas. Buning bir jarayoni bor. Sharq Turkiston ishg'ol bo'lgandan tortib bugungi kungacha davomlashib kelgan bir jarayon. Shuning uchun men bir qancha bo'lakka bo'lib Sharq Turkiston da'vosining, shu chet eldagi Sharq Turkiston mustaqillik kurishining tarixidagi ba'zi nuqtalarni xalqimiz bilan bir o'rtoqlashib,
halkımız ba'zi bir nuqtalardan xabar tepish kerak degan yerga keldim. Ya'ni bugungi bo'layotgan hodisalar yoki voqealarni tushunish uchun oldi bilan buning qayerdan keldik, qaysi yo'llarni bosdik va bugunga keldik degan to'g'risida bir tushunchaga ega qilishimiz kerak deb o'yladim xalqimizni. Shuning uchun bugungi tema oldi bilan, ya'ni bugun bo'layotgan hodisalarni tushunish uchun balkim bu bir qancha qismli bo'lishi mumkin. Shu Sharq Turkiston masalasida, Sharq Turkiston mustaqillik kurashida avtonomiyachilik degan narsa bormi? Ob'yom qilib PDFni bersangiz birinchi betni. Ya'ni bugun men mana so'zlab bo'lgandan keyin savollar bo'lsa oson bo'ldi. Bizning bayonotimiz to'g'ri yoki boshqa qiziq temalar to'g'riliq. Ammo bugun bildigan asosiy temamiz Sharq Turkiston kurashida avtonomiyachilik. Ya'ni bizning birinchi nuqta bizda shu avtonomiyachilik degan narsa bormi? Shu avtonomiyachilik bo'lsa buning tarixi qanday? Ya'ni bu Sharq Turkiston masalasida avtonomiyachilik nereden chiqqan? Bunun qisqacha tarixi, bugungi davrimizda avtonomiyachilik degan narsa bir mish-mish gapmi, fitna fasodmi va yoki rost shunday bir andizi bormi? Buni bugun bir qisqacha qarab chiqamiz. Bugungi maqsad shu ikkala nuqtaga javob tepish. Shuning uchun birinchi betga o'tsak. Oldi bilan Sharq Turkiston masalasida avtonomiyachilik masalasi buni tariximizni bilgancha qarindoshlar biladi. Bu har davomli bo'lib kelgan masala. Ta shu jumuriyatlarimiz davridan tortib muxtoriyat asaqilmamdi, oliy muxtoriyat asaqilmamdi deydigan ishlar bor. Shuning uchun bo'libmi, men uning oldi birinchi jumuriyat taraflariga ketmayman, chunki ikkinchi jumuriyat asosan nima eng asosli hammalar qiziqadigan, hammalar biladigan tema. Shuning uchun bizning ikkinchi jumuriyatda 3 taraf bor. Men tartib qilmoqman. Birinchisi Sovet ittifoqidan umid qilgan, Sovet ittifoqi bizni qutuldirdi degan yo'lga ishongan. Hamda bular to'g'riliq ichki har xil jiq temalarni so'zlaymiz, lekin men shunchalikla deb olay. Ya'ni kommunizmga ishongan taraf. Bular shu Ahmadjon Qosimiy, Abdukarim Abbosov, Sahbiy Mo'minov shu asosiy etim. Andikin bizning davorimizda Gomindangchilar deb atalgan yoki Chinli Turkistonchilar deb atalgan bir guruh bo'lgan. Bular eng asosli 3 odam. U Aqchash odam eng yoshqa eng cho'ngi Mas'ud Sabri Bayqo'zi. Uning ayindagi Burutovasi Muhammad Emin Bo'g'ra, eng asosiysi Isa Yusuf Alptekin. Bu odamlar keyin Shapandilar deb atalgan. Bularning 3 amaliyotda 3 xil. Mas'ud Sabri Bayqo'zi nəhayət yiş çoğ. Bu adam zaten 1952 yıldan tugab ketdi. Bir ziyoli odam hamdi, ammo O'zbek Birlashma Hukumatlarga rais bo'lib shu jarayonlarda rol o'ynagan. Ham ikkinchisi Burut Muhammad Emin Bo'g'ra. Bu odam Sharq Turkiston Jumhuriyati vaqtida Xotan islom amirligini qurgan va bu odamning asos nimasi, bu odamga asos ta'sir qilgan, bu odamning ideyasiga asos ta'sir qilgan narsa shu 30-yillardagi Sharq Turkistonliklarning ruslar tarafidan bostirilishi. Shuning bilan bu odamda kommunistlarga qarata, ruslarga qarata ishash yo'q. Shunga ashada mavjud sistemaning ichida Gomindangning parlamentida ashada ishlab, shu sistemaning ichida hal qilamiz deb manganda. Anatki İsa Yusuf Alptekin hamda bu Shapandining 3 xil dedim. İsa Yusuf Alptekin biroz ularga o'xshamaydi. Bu Xitoyning shu Sovet ittifoqidagi konsulxonalarda ishlagan odam. Keyin Sharq Turkiston Jumhuriyati yiqilgan vaqtida Mas'ud Sabri Bayqo'zi vatanda qoladi, Aqchashada. Ma'u ishga apandim hijrat qildi. Hijrat qilib nimami Muhammad Emin Bo'g'ra 1965-yil tugab ketdi. İsa Yusuf Alptekin 1995-yilgacha bu davoni etmoqda. Endi İsa Yusuf Alptekin apandining hayotidagi keyingi qismlar olsun jiq talash tortishlar bor. Endi 1969-1970-yillarda Sharq Turkistonning taqdiri to'g'riliq yana bir qitim bir davolash paydo bo'lganda bu odam yana rol o'ynaydi shedi. Uningga keyin kirsak bo'ladi endi. Shuning uchun endi ma'vu nima tarafda
yani üçüncü taraf, cık adamlar şu iki tarafını bağ dep o'ylaydi şu bizim Cumhuriyet devrimizde. Ameliyatda üçüncü taraf qo'shtirnoqning ichida dindarlar yoki bo'lmasa radikallar deb atalgan amaliyotda Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun inqilobni qilgan, boshlagan odamlar, ya'ni bular Elixon To'ra, hatto Mutolaa xalqining ba'zi rollari va lekin bizning buvimiz Anvar Musabaylar, ya'ni bu üçüncü iqimdagi odam. Shuning uchun bu üç iqim mavjud bo'ldi va bugungi da'vorimizda mesela Ahmadjon Qosimiy qatorliqlar G'uljudi qabrini qilib bular qahramon bo'lib yani xotirlar tishlandi. Elixon To'ra bir kechada nimaga Sovetga o'tkazilib ketdi, keyin bir kitob yozdi uni üstüme. Yani bugungi da'vo nereden keldi, bugungi da'vo qaysi iqimdan, qaysi tarafdan keldi degan yerda bunu bir tushunish kerak. Oldida üç taraf bor bizning tariximizda. Uningdagi yana birisi üç efendimning ikkisining hayotini ait qisqa bo'lg'achqa, uchinchisi 95 yilgacha yashag'achqa bu üç efendini prislab bir nima qilib, top qilib, üçüncü İsa Yusuf olib ketib bu üç efendinin vekili bo'lib qoldi chu. 30 yil o'zi yolg'iz üç efendinin vekili bo'ldi. Amaliyotda üç efendinin hayotida tarixlanma bor. Shunga oldi bilan bu üç iqim bor, ya'ni Sharq Turkiston Cumhuriyeti. Keyingi bosqichga ko'rsak, Bu acaba şahmat taxtisiga urug'dorlar ko'rinib ketdi ko'zimga. Xayriyat, xo'sh. endi Cumhuriyetimiz 1944 11 ayning 12 e'lon qilindi. 1946 yılı bitim bilen tügedi. Yani bu bitim tüzülge vaqtida Cumhuriyet muştun bilen tügedi. Onun keyini 46 yıl tüzüldü o bitim. Bu bitim tüzülge vaqtida bunundan 49 yılgacha bo'lgan davr o Cumhuriyet tugab bo'lgan davr chu. Shuning uchun bu yerda gapni u yoqqa bu yoqqa egishdan amaliyotda hech qanday hojat yo'q. Chunki dunyoning sistemasida har qanday qurolli harakatdan keyin ustalda o'tirib sulli tuzadigan ish bor. Bu sullida sizning taqdiringiz shu sullida qo'yilgan imzolar bilan bu narsa aniq bo'lib bo'ladi. Siz hozir birinchi bitining mavzusini o'qisangizlar, oldingi bitini aytma, yendikini. Shu bitim mavzusini qarasangizlar, Merkezi Jungo hükümeti hem Şinjan'daki ihtilal kılan joylarni işgal kılgan halk vekilleri otursida kurallık janjal meselesini tinchlik yo'l bilan hal qilish to'g'risida bitim. Yani bitimning ismi ishki davlatning o'rtasidagi bitim emas shu. Bu yerda Birleşme Hükümet kuruldu degan yo'lga ketib bo'lgan, yani Cumhuriyet mushu bitim bilan tugadi. Bu neçinci yaptım şu an? Bu 46. yıl. 46. yılı. Shuning uchun makinedagi nimasiga qarasangiz, bu imzolarga bana ikinci biti var, onu koymadım zaten o'qishimizdan açtık, 11 bitimi bilasizlar. Qarasangiz shu ustidan asla bana bek kichik qoldi ko'rmadim. Birinchisi Rahimjon Sabiraji, ikkinchisi Obul Xayri Barat, ya'ni Obul Xayri To'ra Barat, üçüncüsü Ahmad Qosimiy. Yani bu ustida Xitoyning imzosi, Jiang Zeydongning imzosi. Bu bitim bilan Sharq Turkiston Cumhuriyeti tugaydi amaliyot shu. Endi bu bitimni kim qanday tuzdi, qanday oldu? Hatta ABMP üç efendi gomindanchilarmi bor bu suhbatlarda chu, yana O'rimchi deb berilgan. Ular gomindan tarafdan bu hatta Burhan Shahidi va degandek. Ular nim qilib bu bitim mayli sababi nim bo'lsin, kim qanday nima sababdan qanday oldi, nima sababdan qo'ydi, bu sabablarni keng talash-tartish qila olamiz. Ammo natija shu. Mushu bitim bilan Sharq Turkiston Cumhuriyeti tugadi. Yashadi chu. Bu hamda bir tariximizga muhim nuqta. Keyingi bet ko'rsak, endi bu davoni qilganlar hammasi hayotidan bizga asarlar qoldi. Birinchisi Elixon To'ra nimaga Sovetga elib ketilgandan keyin u odamning umrining oxirida yozgan kitobi Turkiston qayg'usi ostidagi kitob. Bu odamning yani o'zining qo'lidan chiqqan kitoblar-ku, ma'lumki boshqalar xotirlab yo birisi o'lish oldida degan gapni ovozga elib degan narsa yo'q. O'zining qo'lidan yozilgan ashlarning o'zining aslimilari yani. Shuning uchun bu Elixon To'radan qolgan kitob Turkiston qayg'usi, İsa Yusuf olib kelgan dependidan qolgan kitob o'tirdikisi o'rgansangiz kitobni
Esir Doğu Türkistan işçiliği. Bu kitap Türkçe, Uygurca yok. Ama öz yazgan, özünün hayatını. Endi mavu nimete, mavu Esir Doğu Türkistan üçün Uygurca tercüm kılınmadı. Ve bir iki neşirli besilip ki bu kitap Cıkadem'nin koldu yok. Açık ona. Şunu üçün bu kitapını Cık Uygurlar okumagan boluşu mumkin. Endi Muhammed Emin Boğrad'ın kalgan kitap Şərq Türkistan tarixi bu nəməylə bilidu. Bu hazırkı zaman yazıqımıza öyrüldi. Həmimiz okuduk. Hem bu yerdə mühim məsələ oturduk kitapta. Şərq Türk Əsr Doğu Türkistan üçün degan kitapta. O kitap neymiş Uygurca tercüm kılınmaydı. Yani bugünkü davada İsa Yusuf Alıptekin Efendi en ahirki bu davanı ulağa adam. Bugün GKG'den de qarılıdı. Onun hayatındaki bu kitap neymiş üçün tercüm kılınmaydı. Ben çok sualda. Ben Türkçü bilgeçki bu kitabını okugan. Bu kitabın içinde İsa Yusuf Alıptekin Efendi özünün hayatını yazgan emdi. Bu kitap okuluş gerek. Bu kitap barlık Uygurca tercüm kılınışı ve barlık Uygurlar tarafından okuluşu lazım. Çünkü bir rehberimiz, yani davanın rehberi de karalan bir kişinin yazgan kitabı. Bu kitaptın halk Ayş kitapını emeyle bildi. Şərq Türkistan tarihi ve Türkistan kaygısı ne? O tür kitapını nimiş kişkin bilmeydi. Yani köpeden bilmeydi. Biliş gerek ve okuş gerek o kitap. Yani terepler battı. Bu tereplerden yani bitim tüzülgende yakımız eşedi hal bakılıp siyasi takdirimizge karar bergen taraf abiyankı 3 taraftan Sovet İttifakı heves kılgan komünistler karar verdi bizden nemimizge. Onun Sovyet'nin tesiri vattı, başka tesiri vattı. Ula ayrı mesele. Onu tartışıp takıldı. 11 Ulan- bitim şeylerinin şu komünist taleplerindeki nemsi mi? Ola 11 bitimde Gomindan'daki mavi adamlar mı var? Gomindan tarafının vekilleri. Mavi halk vekilleri, yani Şərq Türkistan vekillerimiz, Cangalçı halk vekilleri, Ahmetcan Kasimi, Obul Hayri Töre, Rahimcan Sabracı. Resimdeki işkisi emes. Yani mağalanım çıkarıp koyduğumca Abdülkerim Abbasov, Sahil Muhammadlar Bunlar Sovyet'ten adam. Şunun için mavi kitap, oturdaki kitap Uygurca tercüm kılış gerek. Bu rehberimizden, yani davanın rehberi bu adamdan, bugünkü ulu adamdan hayatını Uygurlar biliş gerek. Yani halkımız biliş gerek, okuş gerek. Şunun için bu kitapdan Uygurca tercüm kılınmağından ben hayran ve kılınış gerek hem de asli. Şunun için takdirimiz şunda karar verildi. Yani o dindarlar degen gruppa, yani hoş tırnaklan işleyeceğim. Ula takdirimizge karar verişte beş rol oynayamadı. Elbette bazı bir mesleğetler battı. Liki ulanın etrafında bir siyasi güç, tesir göstergerek neyse kalmadan tutuyor. Şunun için hem de bu üç taraftan bizge yazmış çıkan kitaplar bu. O tür kitap tercüme kılınmadı demek için. Hem de keyinki bet görürsünüz. Hem de bizden bu davarımız Dünya Uygur Kurultayı kurulandan keyin aşkendiki vetbeton. Abi evet aldı vetbizatmaz. Muşun kendisi muşu kendi. Ya bunu mu kendisi? Hazır ben kitaplar babet çıkıp aldık mı de? Yok o emas. Aldı ikisi. Yani şu. Bu Nimo signal yaxşı emas mı? Mümkün ha. Hazır ekrandaki nimpaslardan ekranda benim ekranımda Nimo işim kalmadı. Hazır bizden ekranda Rabia Kadır'la Ondan sonra. Yani yok neyse. ama ekranını kömüdü ben. Yani Dünya Uygur Kurultayı kurulgandan keyin üç evlat rehberi yaşadı. Çok hazırlıca. Birincisi Erkin Alıptekin. O Erkin Alıptekin abiyamtı kitabı tercüme kılındı degen İsa Yusuf Alıptekin Efendi'nin oğlayan bunu emeyle biliyordu. Onun diki Rabia Kadir Hanım 2006'dan 2017'de reis oldu. Yani ki Dolkun İsa Efendi'ye geldi reislik. Hem bu ceryanladı mı? Sayla bilen bu münasebetler oldu. Bu mu diye bazı kesişti, bazı din buldu. Şunun için bu nimide hem de mavu ekranım görünmedi de mavu ekranda ben de başka neresi çıkıp aldım. Ben görüp durup çözsem yaxşı olur değil mi? Nimede kompüterde içi olay. Ma ekran kayıt kaldı çünkü ben de bizden ekran. Bilen kuvvetle ekran kayıt kaldı. Şunun için bana biraz
Hepsi. Miyada iç olay. Bunimiz ne ekegimizni aramayım. Yani 2090 yıllardan 2017 yılgacha bo'lgan araliqdagi munosabatlarni buni ayrim tahlil qilish kerak. Chunki jiq temalar bor, jiq mazmunlar bor. Hamda mening ekranim o'shaldi. Shuning uchun yani bu 3 rehberning davridan o'tdik. Da'vochi. Bunun birisi Mao Nimo. Erkin Alptekin efendim bir tunji rehber. Hem de keyingi bet görürsünüz. Heh. 2000 yani şu devirlerde, şu rehberlerimiz bu devirlerde mi avtonomiya, müstakillik jidalları bo'lib turadi. Shuning uchun oxiri 2011-yili Washingtonda bir oliy kengash ochildi. Bu oliy kengashga butun hammadan odamlar keldi. Ash ekronni yo'g'ansangiz Ahmadjon. Mao yani Dünya Uyghur Qurultayı'nın şu vaqtidagi oliy kengashning yig'inining kun tartibi yo'g'ansangiz şu tanaffus degan yanning ostidagi yani o'qib bergan bo'lsangiz 3 nimani. Yani yig'inning kun tartibi nima ishlar bo'lgan? Xo'sh. Tanaffus. Yig'inning kun tartibi nima? Tanaffusdan keyin o'qishingiz bo'ldi. Asos narsa shu yerdan. Yani kimning soat qancha nima ish bo'lgan kun tartibi yig'inning ajandasi. Tanaffusdan keyingi ostidagi Saat 3'ten 20 o'tganda 20 minut ichida Sharq Turkiston masalasining kelgusi haqida strategiya tuzishning zo'rligi to'g'risida Erkin Akram 3:40 o'tgandan keyin yana 20 minut ichida Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan atalmış milliy territoriyalik avtonomiya siyosati, uning mohiyati, ijrosi va baloi musibatlari, ofatlari Alim Seytop bunu sözleydi ekan. Endi saat 4'ten tartib 10 minut 4'te başlap 4'ten 10 minut o'tkicha 10 minut tanaffus bo'ldi ekan. Tanaffusdan keyin yarim soat Sharq Turkistonning kelgusi yo'l xaritasi haqida birinchi tanlash Uyg'urlar tarixda qurgan davlatlarini asli keltirishning tarix, xalqaro siyosat, xalqaro qonun va mustamlaka reallik asoslari so'zlanadigan bo'lib, Sidqoji Ro'zi so'zlaydi ekan. Saat 4'ten 40 o'tgandan 5'ten 10 o'tkicha, ya'ni yarim soatda Sharq Turkistonning kelgusi yo'l xaritasi haqida ikkinchi tanlash, o'ttir yo'l siyosatini tanlash va bu haqdagi asosliq milliy talablarimiz haqida dastlabki tasavvur, Farhat Yo'rinqash apandi so'zlaydi ekan. 5'ten 10 o'tgandan 5'ten 40 o'tkicha, ya'ni yarim soatda Sharq Turkistonning kelgusi yo'l xaritasi haqida 3-chi tanlash deyilib, o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi va Sharq Turkiston masalasi haqida Olimjon Inoyat apandi so'zlaydi. Yani savol javob ekan. Asosan 3 xil tanlash musha yani muhimi. Yani 2011-yili bütün Sharq Turkistonlik teşkilatlar, Uyghur teşkilatları Amerika'nın Washington şehriga yig'ilib bir oliy kengash ochdi. Oliy kengashda asosiy 3 tema so'z, 3 yo'l, yani 3 xil narsa talash-tartış qilindi. Birinchisi Sidqoji Ro'zi apandim Rabiya xonimning yo'lishi. Bizning mustaqil bo'lishimiz to'g'risida so'zlaydi. Mustaqillik yo'lida menish to'g'risida. Andan keyin ikkinchisi Farhat Yo'rinqash apandim o'ttir yo'l, ya'ni avtonomiya yo'li to'g'riliq so'zlaydi. Andan keyin nima? Olimjon Inoyat apandim o'z taqdirini o'zi belgilash. Ya'ni avtonomiya masalasi amaliyotda bir yig'inda rasmiy munozara qilingan narsa. O yo'q narsa emas-ku. Shuning uchun yani bu Dünya Uyghur Qurultayı'nın şu vaqtdagi yig'indagi kun tartibi bu yig'inning qanday bo'lganini to'g'ri. Shunga keyingi bet ko'rsangiz hamda yig'inga kirayli, yig'inda nimalar deydi. Talash-tartış qilayotgan bir masala bo'lganligi uchun shu chaq kun tartib kelgan demoqchi. Yani o narsa undaq nimig yo'q gap emas, ya'ni shu vaqtda talash-tartış qilinib demoqchi u. Ham keyingi bet ko'rsangiz yani oliy kengashda avtonomiya degan narsa, avtonomiya yo'li degan narsa rasmiy munozara qilingan. Shu xabarning mavzusini o'qib bergan bo'lsangiz. Ahmadjon. To'xta. Ma qarindoshlar
Hayatın mazmunu Şarkı Türkistan Uyghur Ali Kengişi Şarkı Türkistan davasının stratejik planını tüzüp çıkmakçı deyilipti. Erkin Tarım tarafından işlenip xabar. Endi bu şeyde haber işlendi. Yani taraflar emisi özünün nimisini sözleydi meydallarını, mağda yollarını. Endi bu şeyde Erkin Tarım Efendi'nin işlegen haberinin avazlık ücretini sizge evettim. Bolsa koyup egen bolsanız halkımız bir anlamamız aşk günkü programı. Tamam. Hürmet Ferhat Yuronkaç Efendi 5. ayınınki 2. günden 8. günü geçip Washington'da içildiğin Şarkı Türkistan Uyghur Ali Kengişininki gün tertibiga qaraydigan bolsak, bu yerda şu avtonomiya, federatsiya, Ali avtonomiya, onundaki mustaqillik temasida alayda muzokara elib berildikan, so'zlaydikan sizlar. Buni alayda bir kun tertib qilib qo'yishinglardagi sabab nima? Sizga ma'lum, mayli biz qabul qilaylik qilmayli, yoki itiraf qilaylik qilmayli, ichimizga singdiraylik yoki singdiramayli. Hozir Uyg'ur milliy harakatida Sharq Turkiston milliy harakatini qaysi istiqrotiya bilan apirish masalasi, ya'ni o'zimizning kelgusi g'oyasi bo'lgan milliy mustaqilligimizni asliga keltirish g'oyamizni qaysi usul, qaysi taktika bilan apirish masalasi haqida o'xshamagan fikrlar bor. Bu fikirlarni mujassamlaydigan bo'lsak, bu fikr tuvandagi bir qancha nuqtaga markazlashdi. Biz milliy mustaqillikni chim turish, voz kechmaslik, xalqaro sharoit tushuntirgan vaqtda buni asliga keltirish. Ikkinchisi, o'z taqdirimizni o'zimiz belgilash prinsipini shuvar qilib turib, buni voz qilib turib, bu orqali o'zimizning kelgusi g'oyasiga yetish degan ijtihod va yana bir tarafdan Tibetliklarning o'tiriyor siyosatini sinab baqsak, biz birinchi bosqichda hozirgi o'zimizning milliy va diniy mavjudligimizni qo'llab qolsak, bu asosda o'zimizningki milliy taqdirimizni, ya'ni kelgusi g'oyamiz bo'lgan mustaqilligimizni biz bir qancha bosqichlarga bölüp, mesela yüksek avtonomiya, federatsiya, ahırda müstakillik degandek bosqichlar bölüp yapmasak, bunun nemiz dini var degichilerinki sanımı az emas. Har xil fikrlar o'tirib qo'yilgan vaqtda ishonmanki biz milliy harakatimizning kelgusi taraqqiyotiga yaqin foyda bo'lgan unumli yo'llarni tepib chiqa olamiz. Hürmetli Kahraman Hocam Berdi Efendi, Washington'da ötküzüldüğün bu jiganda muzakir kılındığın yeni bir muhim tema, hazırki bu Xitay yürgüzüvatkan avtonomiya siyaseti ve Ali avtonomiya, federatsiya, mustaqillik bu temalarni noktalık halda muzakir kılınmakçı. Buni muzokara qilishdagi maqsad nima? Buni muzokara qilishdagi maqsad bizning buni yangidan qo'shilayotgan sabdashlarimiz va shundaqla nimishkido qo'shilmay turib sirtib turayotgan ba'zi bir tashkilot vakillari bizning milliylarimiz Rabiya Qodir qurultayni mustaqilcha emas yoki boshqacha degan bir tanqidlar bor. Bu Xitoy bo'lsa bugungi kunga qadar bütün dünyada şu cümle namsiga mono avtonomiya, en yüksek avtonomiya, en şu aslanlık milletlerinin talep cevap berdi degan bir diyen ilgi sürkit vardı. Şu nuqtai nazardan hafif avtonom degan nima? U qandaq bo'ladi? Bu nazariy nuqtaidan o'rganish, o'tirib qo'yish bo'lib, shundaqla hammasining demokratik asosda bir o'rtaq fikrga kelishimiz kerak. Ya'ni masalan hozirgi qurultayning nizomnomasida shunday yozilgan. Qurultay o'zining mas'uliyatida milletning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini qo'lga keltirish orqali uning inson huquqini, demokratiyani va erkinligini qo'lga keltirish, erkinlik uchun kurashish deb e'lon qilgan. Shunga bu nihoyat to'g'ri qo'yilgan. Nazariy nuqtai nazardan boshqa hammasi o'tirib qo'yilib, bugun shu ichidan biz uzun kesil bir cho'qim albatta xalqimizning kelgusiga munosabatlik ozodlik yo'lida ekilgan bir yo'lni tanlab olamiz. Hürmetli Ferhat Yuronkaç Efendi, siz bu xatimki Şarkı Türkistan Uyghur Ali Kengişi'de etraflık bu muzakere neticesinde bu Şarkı Türkistan davasının bir yol haritasının çıkıdığanlığına işinemsiz. Ben şuna işeneceğim kamil ki bu da jig'inda cho'qim Uyg'ur xalqininki milliy harakatining foyda bo'lgan bir haqiqiy bir yo'l xaritasi bu qatimki jig'inda bekitiladi va chiqiladi deb o'ylayman. Chunki masalan Xitoy hukumati yaqinda bir doklat e'lon qildi, 2 chibatlik Xitoyning veb-saytlarida bu taqlib yurdi hozir. Bu Xitoy tarafidan e'lon qilingan bu doklatda butun chet ellarda qurilayotgan Uyg'ur milliy harakati haqida nihoyat atrof analiz qilib berilgan. Xitoy hukumatininki chet eldagi Uyg'ur milliy harakatiga, Uyg'ur siyosiy faoliyatlariga bergan bahosimi bunday bo'lgan. Masalan Xitoy hukumati nima degan desangiz bu dokladida bu gerçek sirtqi ko'rinish qargan vaqtida bu Uyg'ur tashkilotlari, Uyg'ur siyosiy faoliyatchilari o'tirisida ba'zi qarash, ixtilof, ziddiyat, hatto o'chmanlik, adolat bordek ko'rinsimi, ammo Sharq Turkistonninki kelgusi taqdir masalasiga kelgan vaqtida bular bir kechada birlashib ololmaydi. Shuning uchun biz diqqat qilishimiz kerak, oldirib ketmasligimiz kerak. Bu milliy bo'lginchilarninki hammasiniki niyati bir davosidir. Demak, Xitoy hukumati buni tushunib ketgan. Biz gerçi sirtqi ko'rinish qargan vaqtida chet ellarda Uyg'ur milliy harakati bilan shug'ullanayotgan tashkilotlarimiz, siyosiy faoliyatlarimiz o'tirisida
bazı o'xshamagan qarashlar. Odat qismi, ammo hammasininki Sharq Turkistonninki Uyg'ur millatininki yetakchi ideyasiga, kelgusiga, g'oyasiga bo'lgan qarshi o'xshash. Hammasining maqsadi, kelgusi maqsadi Sharq Turkistonninki tadbiqsiz milliy mustaqilligini asliga keltirish. Ammo bu yerda masala nima degan vaqtda, bu Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini asliga keltirish. Bu g'oyasini qaysi usullar bilan, qaysi yo'llar bilan, qanday strategiyalar tadbirish masalasiga kelganda albatta o'xshamagan fikr ixtiloflar bor. To'qnashlar bor albatta. Bu munosabat bir normal bir ahvol. Shuning uchun men ishlamanki, yerda xalqaro masalaga kelganda, ya'ni Sharq Turkistonning kelgusi taqdiri masalasiga kelganda, Uyg'ur xalqining kelgusi g'oyasi masalasiga kelganda hammasining qarashi o'xshash bo'lgani uchun bu yerda bu strategiyadan o'xshamagan yo'nalishda ma'lumotligishlarniki bir yerga kelib, Sharq Turkistonning kelgusi g'oyasi bo'lgan milliy mustaqillikni asliga keltirish maqsadini amalga oshirishning konkret yo'l xaritalarini tuzish masalasiga kelganda birdaklikka kelalaydi degan ishonchman. Hürmetli Kahraman Hocam Efendi, bu katımkı yığınga her saatin okşumaydıgan göz karıştaki nurgun Uygurlar katlaşmakçı. Bu keng temada muzakere elip verilip, muşunda bir yol haritasının çıkıdığanlığı şinemsiz. Ben onun çok önemli. Ben şunu oylayman, bu 2009 yıl 5. yıl Ürümçi kanlı kırgınçılığından keyin bu bizim vatandaşlarımız, siyasi faaliyetçilerimiz hemmisi bugünkü gündeki milletimizin igir qanday ahvolda ekanligini, Xitoy hukumatining, kommunistlarning milletimizin millet sifatida yo'q qilgan siyosatini tushunib, to'lib yetdi deb o'ylayman. Shunlashqa hammasi o'zining shaxsiy ko'z qarashi, shaxsiy manfaat hammasini qo'yib, o'rtaq yüksek milletke faydası var. Milletinin asasi gayesini buraya çıkardan bir noktayı nazarını talep alır da şunu düşünme. Sevgili radyo anlatıcılar, Erkin Asya Radyosu için Ankara'dan Erkin. Yani rahmet Ahmetcan nimen koyduğunuzda. Yani ben mavi beta uzrap ketkeşke aslında kesitsel üstügerek çıkarıp koydum çoğu. Şunu için bu betbomuz patmaydı hikayeye ama isminiz de fikirse netmiş betke çıkılır. Yani 3 yol ne mağımızda Washington'a jığılıptı bizden teşkilatla ve bir yerde bezle aval avtonomiya ile yoki federatsiya ile bu hozirgi avtonomiya haqiqiy oliy avtonomiya emas. Oliy avtonomiya degan nima? Shu avtonomiyani ilib, uningdagi mustaqil bo'limiz degan yo'lni qo'yibdi-da. Ya'ni u mustaqil bo'limiz degani o'zidan qarshi yani. Onun kendinden bu Ferhat Muhammed Efendim degandek mayli biz ishchimizga so'ndirayli, so'ndirmayli, mayli biz xohlayli, xohlamayli ishchimizda avtonomiya yo'lida sinab baqayli, mangayli deydigan odamlar nurg'un keyin. Shuning bilan u yerda yig'in bo'ldi. Yig'in bo'lgandan keyin bu yig'inda talash tortishlar bo'ldi albatta normal. Ya'ni demoqchi bo'lim avtonomiyachilar baki avtonomiya olamiz deganlar-chi o'zing ishchimizda 2011-yil. Ve bular shu yig'inda u temini maxsus munozara qilgan ekanda bizning tashkilotlar. Andan keyin yo'l xaritasi chiqadimi, ishlamsiz degan savolmi muhim savol. 2011-yil Oliy Kengashda yo'l xaritasi chiqarmikin? Rostdan buni naq maydon tarqatgan-ku bu shu 2011dagi nimani. Erkin Asya Radyosu. Men uxlamay o'tirib ko'rgan. Yo'l xaritasi Sharq Turkiston mustaqilligining strategik yo'li qanday ma'nomiz chiqamdiki desam, chiqmadi. 2012-yil Yaponiyada yig'in ochildi, u yerda mi chiqmadi. 2016-yil Fransiyada ochildi, u yerda mi chiqmadi. 2018-yil Germaniyada yana Oliy Kengash ochdi, yana o'xshash temalar, ammo yana konkret yo'l xarita yo'q. Undan boshqa hozir deganimdek avtonomiya masalasi, federatsiya yoki oliy muxtoriyat degan narsa bu yerda talash-tortish qilinibdi. Endi keyingi bet ko'rsangiz Ahmetjon, keyingi betda men bunun neticesi yani yığının neticesi talaş-tortish qilgandan keyingi natija nima bo'pti? Yo'q, oyoq. Bu aldı gibi. Yani siz şu en ahirki cümlegacha yani bir o'qib bergan bo'lsangiz xafa bo'lmay, shu yani xulosa fikrlar, yani Oliy Kengash ochildi, hamma taraf talash-tortish qildi va xulosa nima bo'ldi o'qib bergansiz meni ko'zim ko'rmadi. Yo'q, abetni azrashgan bitmez. Ovozunuz yo'qolib ketdi menga. Menga ovozunuz yo'q. Tamam. Aslında yığın 3. ayının 11'i başlanıptı. Xulası 3. ayının 5. ayının 6. günü. Mahmut Şöhret Oşur tarafından Şarkı Türkistan Uygur Ali Kengaşı'da düşken xulası fikirler dep
Dengen Ya haberde. aldı dikisi üçüncü dikisi jığınғы meni mаңдыға vaqt dedik haber var. Jığın 4 gün içildi. 5. ayın 2'sinden 6'sında içildi. Değil mi esimde kalışçı. Tamam. Ha. Xo'sh, undaqda shu bayatning so'zi bo'lingan yig'inning xulosasidan tushgan fikrlarda ishlangan xabarning mazmuni deganimdek tunigun Dunyo Uyg'ur qurultiyi hayotlari va guruh riyosatchilarining muzokarasidan keyin yig'inning xulosasi chiqarildi. Ya'ni yig'inda o'ttirib qo'yilgan fikrlar ixchamlanib, umumlashtirilib bayon qilindi. Yig'inning birinchi xulosasi Sharq Turkiston davosining g'oyasi mustaqillik. Mustaqillik degan bu ufqumning xalqarodagi ifodalanishi o'z taqdirini o'z belgilash bo'lganligi uchun buningdan keyin Sharq Turkiston milliy harakati o'z taqdirini o'zi belgilash talabi va shuari ostida elib beriladi. Avtonomiya tilga ilinmaydi degan xulosa chiqargan. Tamam. Yani teşkilatlar kaptı. Beyaz qarindoshlar avtonomiya yo'lini tanlab maqsad olmamdi debdi va talash tartiblardan keyin 4 kunlik yig'indan keyin chiqqan qaror ashna eng ostiga tushasiniz, eng muhimi eng ostidagi jumlaga yana asta, eng asta, yana asta azroq. Ya'ni eng ostidagi tartib qarasanglar avtonomiya tilga ilinmaydi degan jumla bor qarorda. Yana ostida. Üstüge tartmışsınız. Hem de gördüm. Avtonomiya tilga ilinmaydi deydi yani. Bunundan keyin öz taqdirini özü belgileş yolida aşını bastırıp durup mustaqillik deb mangimiz avtonomiya degan gap eg'izga ilinmaydi bundan keyin ish yedi. Bu qarar. Chiqqan qarar yani Oliy Kengashning qarori. Tamam? Keyingi bet ko'rsatamiz. Endi bu Oliy Kengashning avtonomiya tilga ilinmaydi degan yani bir siyasi irade koydu da bu yerda Sharq Turkiston teşkilatları. Degan irade depsendi qildi. Birincisi İlham Tohti instituti avtonomiya bizning haqqimiz dedi. Shu vaqtlarda bizga voy nima shunda deysa degan cho'q. Andiki Nuriy Turkal efendim mustaqillik uchun urush kurash qilyapmizlar desa siyosiy avtonomiya uchun kurash qilyapmiz dedi. Asta tushasiniz. Mavu İlham Tohti institutining ma İngilizce bildiğin qarindoshlar uchun biraz müştəri tutub tursanız. Yani İlham Tohti instituti Uyg'urchada bir xil, inglizchada bir xil, ikki xil mission statement e'lon qildi. Mission statement degan nishonnoma, ya'ni yetadigan nishonimiz ma'vu degan narsa-ku. Bu yerda bularning degani eng bo'lib ostidagi jumlalar Xitoyning ichidagi barliq millatlar inoq baravar o'xshash qonunning ostida birga yashash yo'li. İnşina. İnçani yani. Abi kadar tutarsanız İngilizce bildiğin ballar köşü bol. Bunu Uygurcaga başka iş tercüme kılıcı. Şunlarla Ekremlik'e efendim bunu tutuyorlar bir şey tercüme degenlikin hele kalayım kançılıklar çıktı. Şuna yani 2011-yilda avtonomiyada bir cho'ng yig'in ichildi. Alamdoq ammamdoq deb. Yig'inda avtonomiya degan gapni og'zimizga olmaymiz deb qaror chiqdi. Qaror chiqqandan keyin ama keyingi davrlarda biz siyosiy avtonomiya uchun kurash qilyapmiz. Chunki avtonomiya bizning haqqimiz. Masalan, Uyg'ur nima Ilham Tohti institutidagilar Gollandiya, Germaniya işte so'zlab shu. Endi bu yerda bo'lishi kerak bo'lgan narsa Dunyo Uyg'ur qurultiyi va bayroqlar tashkilotlar biz 2011-yilda bu masalani talash tortish qilib bo'ldik va avtonomiya tilga ilinmaydi deb bir qaror oldik. Avtonomiya deganlar og'zinglarni yuminglar. Og'zinglarga ololmaysizlar. Bu yerda bir siyosiy qaror var. Bütün teşkilatlarning Oliy Kengashida ilingan bir qaror var. Avtonomiya deganing og'zingni yum deyish kerak asli. Chunki o'zi og'in qaror. Bütün teşkilatlar. Ama onda demeklikte hazır açık görüyorlar mesela Abdüveli Ayıp'la bizden avtonomiya bizden hakkımızda devjuga vaqtida biz chiqib nemish kunda deysa degan vaqtimizda Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan qanot ostiga ilindi bular. Lekin Nuriy Turkal efendim nomuch siyosiy avtonomiya olimiz deyishi 2011-yili Oliy Kengashning olgan qaroriga xilof.
Sen demiş ki bunlar değilse değiş gerek aslında. Bravo. Hı. Hem de keyinki bet görürsünüz. Ondan keyin Ma'abiyamqi Qahramon hocam dedigan odam shu 2011-yildagi yig'inda bizga bergan muxtoriyat, avtonomiya, haqiqiy avtonomiya emas, ammo oliy avtonomiyani napaqsa qilmamdi, o'rgansa qilmamdi degan apandim. Shuni sal yaqinroq kelsangiz, ya'ni deydi, Uyg'urizm Uyg'ur milliy ideologiyasining tub asosi bo'lishi kerak. Ya'ni avtonomiya olamiz degan qarindoshlarimiz Uyg'urizmga yo'tkilyapti, o'tyapti. Uning ustiga chiqasiniz, ya team mavzusiga. Mana bir kichik o'qilib ko'ramayapman, ko'p o'tirimiz mumkin. Ya'ni avtonomiyada Uyg'urchilik ko'chish dedim. Masalan, Ilhom To'xta institutidagilarmi avtonomiya deb chiqqan vaqtida biz nima shunday deysizlar deb uning qattiq inkos qaytargandan keyin hammasi Uyg'urcha bugun. Ilhom To'xta institutidagi hammalar Uyg'urcha bo'lib ketishdi hozir. Uning keyindan 2011-yil bu oliy muxtoriyat sinab baqsa qilmamdi degan Qahramon Xo'jambadi apandimmi bizning ideologiyamiz Uyg'urizm bo'lishi kerak. Ya'ni Sharq Turkiston degan narsaga qarshi yana bir nima qo'yyapti-da, alternativ. Ya'ni bu yerdagi narsa shu. Mening demoqchi o'g'lim tunugun avtonomiya degan qarindoshlar bugun Uyg'urcha bo'lib ketdi demoqchiman. Bunga diqqat qilish lozim, ya'ni buni ko'rish lozim, xalq bilishi lozim. Avtonomiya degan bir talash tortish bo'lgan. Bu narsa tilga ilinmaydi deyilgan va tilga olganlar hozir Uyg'urizm degan shaklda maydonga chiqdi demoqchiman. Xo'sh, keyingi bet ko'rsak. Endi hozir avtonomiya degan so'z bevosita nimaga ilinmag'achqa, tilga ilinmag'achqa, oliy muxtoriyat, avtonomiya degan so'z ilinmag'achqa hozir yangi bir uslub chiqdi. U nima deganda Xitoy demokratiyalashsa mustaqilligimiz osonlashidir. Tuvandagisi mana hozir sizlar ko'ryapsizlar. Dunyo Uyg'ur qurultayining sayfalarida bo'ldi demayli webinar nim bo'lgan vaqtida Ferhat Muhammed efendim efendimni ziyorat qildi. Ziyorat qilganda birisi O'rkash Davlat, yana birisi Irshad Hasan efendim, yana birisi doktor Erkin Akram. Endi bu uchininki bu yerda bir savol so'raldi shu programmani ko'rmaganlar qaytadan ko'ringlar. So'ralgan savol shu. Xitoy demokratiyalashsa bizning mustaqilligimiz osonlashamdi. Ya'ni ABM 2011-yildagi avval avtonomiya, federatsiya, muxtoriyatni avilib, undan keyin mustaqil bo'lamdining shaklida mag'lubiyat yana deyilyapti. Avtonomiya Xitoy demokratiyalashsa bizning mustaqil bo'lishimiz oson bo'lamdi, foydasi bo'lamdi deb savol so'radi. Buningga O'rkash Davlatda banda foydasi bo'ldi deb javob. Xitoy demokratiyalashsa bizning mustaqilligimiz oson bo'ldi dedi. Irshad Hasan efendimmi Xitoy demokratiyalashsa bizning mustaqilligimiz oson bo'ldi. Doktor Erkin Akram efendim gapmi? Hech qandaycha u chunki savol so'ralmadi deyildi. Chunki men gapirmagandan keyin o'ziga telefon qildim. Telefon qilib shu nuqtaga siz qanday qaraysiz desam, mendan ruxsat mana savol tushmadi, shuning uchun gapirmadim, ammo men unda qaramayman. Agar Xitoy demokratiyalashsa, Sharq Turkistonning mustaqilligi buzilib ketadi dedi. Men shunda qarayman. Agar Xitoy demokratiyalashsa, Sharq Turkistonning mustaqilligi tugaydi. Hozir men Uyg'ur tadqiqot institutidagi barliq tadqiqotchilarga bir challenge qo'yay. Bir narsa qo'yay, ya'ni bir iddia. Agar O'rkash Davlat efendim va Irshad Hasan efendim degandek Xitoy demokratiyalashsa bizning mustaqilligimiz osonlashadi deydigan nuqta Uyg'ur tadqiqot institutidagi mutlaq ko'p qism tadqiqotchilarning qarashi shunday bo'lsa, Xitoy demokratiyalashsa bizning mustaqilligimiz osonlashadigan ish bo'lsa, ashlar chiqib biz ashning qo'shilamiz. Uyg'ur tadqiqot institutidagi deyli 5-6 tadqiqotchi chiqib biz ashnoga qo'shilamiz. Xitoy demokratiyalashsa bizning mustaqilligimiz osonlashadi desa, men chiqib kechirim so'rayman bulardan.
Ya demek çoğunum ikrarlarda deyilayotgan gaplar Xitoy demokratiyalashsa mustaqilligimiz osonlashadi degan gaplar biz Uyg'ur tadqiqot instituti bilan so'zlashgan vaqtimizdagi gaplar emas. Ya'ni Uyg'ur tadqiqot institutidagilarmi biludiki Xitoy demokratiyalashsa mustaqilligimizni chatoq chiqadi. Amaliyot. Hı. İş buzuladi. Shuning uchun endi bu yerda Doktor Erkin Ekrem Efendim'nin bir mecburiyeti vardı. Çünkü üç adam çıkıp, ikisinden sual sorap, manası Ahmedis Ak, yani birisi Ahmedis Ak dep, üçüncüsü onu Ak dep kömse, külreng dep köse, ya karı dep köse, bu yerde gapni ilipla men manan koşulmayma. Ben bunu külreng dep oylayma dep koymasa, xalqda yaratıldığın algı, xalqda yaratıldığın düşünce, o ikisi mandak dedi dep düşünmeydi onu. Xalq üçü mandak dedi Erkin Ekrem Efendim'im işte oylaydık dep düşündü. Bu algı yaratılır diyor aslında. Şey bir an. Şunun için bir yerde bir mecburiyeti var asli. Bir akademik konuştuğudan Erkin Ekrem Efendim toxtanla ben bundan koşulmayayım. Eğer Xitay demokratiyalasa bizden işimizde çatak çıkıyordu deyiş gerek. Ama değil mi? Hı. Yani muşu minvatta yol. Dünya Uygur Kurultayı'nın yolu mu? Yani Örkeş Devlet Efendim, İrşad Esen Efendim diyen Xitay demokratiyalasa müstakillığımız asallışıdır diyen ama Dünya Uygur Kurultayı'nın resmi meydanı şu mu? Yoki emas mı? Buna ben qiziqim. Ya bir teşkilatning bir tutgan umumiy siyosati yo'q. Qanday o'z qanday oldu degan aniq meydoni yo'q. Aniq kallasida tushunch yo'q. Bir odam chiqib bundaq, yana bir odam chiqib bundaq, yana bir chiqib yana bir xil. Kallada mansa bu ish nega bordi axir? Va abiyamqidek avtonomiya deganlar chiqqanda 2011-yili biz bunun qarorini berib qo'ygan. Avtonomiya tilga ilinmaydi, og'zingni yumush. Hiç mecburiyeti bormi yo'q bizning tashkilotlarning hammaylarning. Ama yo'q. Nima ishni pasat qildi? Ishni pasat qildi. Shuning uchun buni qilmaslik kerak. U 2011-yil og'in qarorini butun Sharq Turkiston tashkilotlari oldi. U yer Dunyo Uyg'ur Qurultayining ishchidagi hamma tashkilotlar. Demak shu ishchi Ferhat Muhammed Efendim degandek ishchimizda avtonomiya yo'lida mang'ayli muxtoriyat alayli oldida deganlar u qadar ko'p dedi o'zi nurg'un odamlar bor dedi ovozda. Ko'p ekanki bu talash tortish qilindi maxsus bir yig'in ichilib. Ve bu yerda u narsa rad qilindi bizning nimamiz tarafidan. Sharq Turkistonlik tashkilotlar tarafidan ve u darajada rad qilindiki avtonomiya tilga ilinmaydi deb. Endi buning o'zgargan shaklida Xitoy demokratiyalashsa bizning mustaqilligimiz osonlashadi degan shaklda bu maydonga chiqdi. Shuning uchun bu narsaga rost shunday o'ylamsizlar. Xitoy demokratiyalashsa rost bizning mustaqilligimiz osonlashadi. Uyg'ur tadqiqot institutiga barliq tadqiqotchilarga savol. Ve Dünya Uygur Kurultayı'ndaki barliq hammaylarga savol. Aslında rost tushunamsizlar. Ülkeşlerde efendim işinişi mümkün onunla. Çünkü mağitimlik nim bilen biz bayanat bergen yığında Ülkeş devleti efendim özünü düşendigende 3 salahiyetin var deb düşendiripti. Birinci salahiyeti Xitoy demokratike Ülkeş devleti efendim. İkinci salahiyeti hayvanning inson haqlari bir bölümünün başlığı o'xshaydi. Üçüncü salahiyeti Uyghur. Yani bu üç salahiyetning qaysi oldin keldi? Yani birinci salahiyeti Xitoyning demokratiyalashni xohlaydigan bir Xitoy demokratiyachisi bo'lsa, u vaqtida u yig'inda O'rkash davlat efendim Uyg'urlarning vakili ya Uyg'urlarning bir nafar bo'lib qatnashdimi yoki Xitoy demokratchilarining birisi bo'lib qatnashdimi degan savol chiqdi. Va u odamning degan mushu ekranda javob bergan. Xitoy demokratiyalashsa bizning mustaqilligimiz osonlashdi degan gapi Dunyo Uyg'ur Qurultayining maydonimi? Yoki Xitoy demokratchilarining va yoki Tayvanning inson haqlari bölümünün meydanı. Kimning meydani? Bunu aniq qilish kerak. Dunyo Uyg'ur Qurultayi shuning ishinamdi, shu programmada berilgan javob. Hammalar ishinamdi, Xitoy demokratiyalashsa, avvalda demokratiyalashsa biz referendum qilib mustaqil bo'lib olamiz. Ashning ssenariysi qanchalik? Mümkünçiligi qanchalik, ehtimollar qanchalik? Bununla Uyg'ur tadqiqot, ya'ni mushu uchaylarni yana bir ekranga chiqarib
Xitoy demokratiyalashsa, bizning mustaqilligimiz qanday asallaşıdı? Örkeş devletler bende bile İlşat Esen efendimden bunu soraş gerek. Andikin Erkin Ekrem efendim, siz bulanı değilge koşulamsız, koşulmam. Soruş gerek. Şunun üçün keyinki bet men aytını tez tüketmek için. Anadikin Xitaylar bilen jığın içildi. O resimni koygun kemidi. Hem de o resim jığın doğruluk mu? Kim toxtulup koyay. Biz Xitaylar bilen 3 xil salayetli görüşelim. Yani 3 xil ihtimallık var. Birincisi, bir teşkilatımız bilen Xitayning bir teşkilatı. Mesela Amerika Uyghur Cemiyeti bilen yana bir Xitay teşkilatı bir söylüp görüş. Bu bir xil salayetli görüş. İkinci xil görüşümüz Şarkı Türkistan sürgünlük hükümeti bolsa eğer Şarkı Türkistan hükümeti bilen Tayvan hükümetinin görüşü. Bu ikinci xil ihtimallık. Üçüncü xil ihtimallık bizden görüşümüzden üçüncü xil nemesi Uyghur milleti bilen Xitay milleti şeklinde görüş. Bu üç xil salayet, üç xil siyasi mana gibi. Bir teşkilat, Xitayning bir teşkilatı bilen görüşse, onun bütün mesuliyeti, bütün iddiası, meşruiyeti, salayeti hemmisi şu teşkilatga ait. Bu bir hata kısmı to'g'ri qilsa shu tashkilot oldi mukofotni, xato qilsa shu tashkilot to'laydi bedelni. Agarda Sharq Turkiston surgunlik hukumatida butun xalq e'tirof qilgan bir hukumatimiz bo'lib, bu hukumat Tayvanning hozirgi hukumati bilan ko'rishgan bo'lsa, bu hammamizga vakillik qilgan bo'ladi va ular to'g'ri qilsa hammamiz olamiz foydani, agar ular xato qilsa hammamiz to'laymiz bedelni. Hamda uchinchi xil ehtimollar ikki millatning ko'rishishi. Bu hamda siyosiy nima jihatdan agar biz mustaqillik ko'rish qilayotgan bo'lsak, Xitoy millati va Uyg'ur millati shaklida bir-birimizni uchrashishimiz biz ko'rishalaydigan bizga eng ziyonli ko'rish. Nima hojat batdi hozir Xitoylar bilan ikki millat deb ko'rishadiganlar? Nima hojat batdi? Ehtiyoj nima yani? Yani hozir ma Uyg'ur sotiga mayli savollar chiqqach javob berma. Yani Uyg'ur sotini Xitoylar bilan ko'rishmay turib ochamamsizlar? Peychan Gandong demay turib ochamamsizlar o'shani, sotni. Nima ehtiyoj nima? Bu yerdagi narsa nima yani majburlagan narsa. Anadikin Mao nimada programmada Erkin Ekrem efendim bilan İlham Mahmud efendim tushuncha bagil chiqdi. Aldı bilan Uyg'urlar Xitoylardan nima kutdi? Nimaning to'liq mavzusi ham da Xitoylardan va Tayvanlik Xitoylardan nima kutdi debdi. Uyg'urlarning Tayvanlik Xitoylar va boshqa Xitoylardan nima kutadiganini bu ishga efendim Uyg'urlardan so'rab baqdim. Türkiye'deki Uygurlardan sonra baktınlar mı? Xitoylardan nima kutdilar? Avustraliyadagi Uygurlardan sonra baktınlar mı? Amerikadagi, Norvegiyaliklardan sonra baktınlar mı? Meydanga tushib sizlar nima kutdilar deb so'rab baktınlar mı? To'g'ri bo'lgan bo'lsa, bu ishning Uyg'urlar nima kutdi deb gap qilishgan imsoliyati bor. Uyg'urlar tarafidan saylandimi bu ishga? Ya'ni men Xitoydan malani kutma desa bo'ladi. Yo'qimsa Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'ur Xitoylardan mani kutimiz desa bo'ladi. Ammo butun Uyg'urlar Dunyo Uyg'ur qurultiyida nima kutdi deydiganga o salohiyat yo'q hech kimda. Uyg'urlarga hech kim vakillik qilmaydi hozir. Chunki hech kim Uyg'ur xalq tarafidan saylanmadi. Hech kim Uyg'urlardan so'rab baqmadi sizlar Xitoyda nima kutdilar deb. Shu yig'inda chiqqan vaqtida Xitoylar bilan chiqqan shu Feychan Gandong yani bir nima hatto bir Xitoy Uyg'urlar o'g'ri, qaroqchi, maynat desa, shunaqa bir inkosmi yo'qda, ashada san imdod dedi. U yig'inning hamda protokolida hammadan birlik etim gapirish fursati bor. Hech kim uningga gap qo'shib qaytida o'ngshab qo'yish bo'lmamdiki deb o'ylaydi desak, Xitoy riyosatchi ayol hammadan gapini tuzab chiqdi. Hammadan gapini xuloslab, so'zlab, chiqdi. Va bizning riyosatchimiz Erkin Ekrem efendimi bir qitim söz qo'shibdi.
o söz nima desa bir odamning ismini xato deb qo'yibdi, shu Tuz. tuzatgili qo'shibdi. Ammo Xitoylar Uyg'urlar o'g'riga qaraqchi degan vaqtda sen bunda generalize qilsang, hammani qilsang sen fashist bo'lsa degan gapni deyapman. Ya'ni uningdagi ashi narsa chiqqan vaqtida Xitoyning shu ko'rinish, ya'ni balkim bular bu yig'inni unutildirishga tirishudamdi, chunki o'ylagandan naq ta'tir bo'ldi kelgan inkaslar. Endi ashi yig'inni ichishdan burun yoki ochgandan keyin Uyg'ur xalqining hissiyotini bir o'ylab baxtim, ya'ni Sharq Turkistonliklarning ashuni ko'rgandan keyin nima bo'lgan hissiyotini bir o'ylab baxtim. Bu qarindoshlar. Hozir masalan palonchining inisi tutildi, palonchining aksi tutildi degan xabarlar chiqyapti. Kimning tutilmadi qarindoshlar hozir? Qancha million odam lagerda, qanchalik odam kesildi? Kimning tutilmadi? Nurgul Saat xonimning bir haftadek bo'ldi, absurd gap ketdi. Rahmatga qayr jannatimiz. Ailesidan 30 necha odam yo'q. Buna bir qancha yil oldu. Yani aşında bütün xalqimizning avvali shu hozir avu mavu deydigan vaqt emas. Bunda vaqtida mening animam tutildi, manimam tutildi deb yolg'onda bechora adabiyotni o'ynamaymiz. Chunki xalqning tutilyapti, hammadan tutilyapti. Endi ashunda yerda bütün xalqning avvali shu yerda Beijing degan Xitoy, masalan, bu ham men 90-yillar va 2017-yil Xitoylar bilan bo'lgan munosabatlarni keyin ayrim so'zlaymiz dedik. Beijing qadinas tug'uslarning qadinasinglar tug'ishlar shu yillarda davomli bilib yuratdinglar ku. Hozirgacha rasmlaringlar, videolaringlar hamma demanglar bor. Nim bo'ldi bu? Endi bildinglarmi uni Uyg'urlarga o'shligini? Burun bilmaganmidinglar? Aşı tweetni atmasa Beijing to'nimaganmidinglar? Bütün yig'inlarda yininglar so'rab yurishlar. Ba'zida xushomad qilib uningga. Aşı bir tweet bilan bildik biz Beijingning kimligini. Andan keyin ma yig'inda ma tushgancha beganda doktor Erkin Ekrem efendim manda debdi. Bizda buni qilishimizdagi sabab Xitoylarni bo'lib etishga. Ya'ni Sharq Turkiston masalasini qo'llaydigan Xitoylar va qo'llamaydigan Xitoylar deb bo'lib etish uchun ichilibdi bu yig'in. Ya'ni bir qiltaqganda bu Xitoylar. Men Uyg'ur tadqiqot institutidagi qarindoshlardan bir so'ray. To'naminglar. Mushu gapga qanchalar ishondinglar? Mushu narsaga, ya'ni shuna Xitoylarni biz bo'lib etishimizga qancha deb ishondinglar? Ya'ni hozir Beijing o'zini ma'lum qilgan bizni qo'llamaydigan nayt eski Xitoy bo'ldi. Ammo aning ichida qapqagan Xitoylar bizni qo'llaydiganlar bo'ldi hozir. Ashta bo'lib etdik bularni. Uyg'urlar mehnat o'g'ri nima satgan vaqtida Beijingda satgan narsalarni boshqa Xitoylar ammasi ular pichoqlanlaydi degan Xitoylar bizning do'stimiz bo'ldi hozir. Beijingdan boshqalari. Bizning mustaqilligimizni qo'llaydigan bo'lma ular. Aşı yığından aşda bir qıltaq şeklinde içilib, aşı Xitoylarni bo'lib etish nimasini o'ynaydigan rolini o'ynaganligiga qanchalar ishondinglar Uyg'ur tadqiqot instituti qarindoshlar? Savolim shu. Endi bu yerda nimaga O'limalar birligi va xalqaro tashkilotlar birligidagi qarindoshlarga bir savol qo'ydi. Agar aşı yig'inni aşqini Dünya Uyghur Kurultayı ile Uyghur Tədqiqat İnstitutu bo'lmasdan İlham To'xti instituti ochgan bo'lsa shu yig'inni va o'sha gaplar deyilgan bo'lsa, sizlar yana o'xshash inkas qaytaramsizlar. O'sha gaplar yana normal tuyulamsizlar. Masalan, Xalqaro Tashkilotlar Birligining bosh kotibi Abdurashid Emin efendim Clubhouse'da bo'lgan bir suhbatimizda dedi bizga. Bundan normal ko'rdik biz, benormal narsa ko'rdik deb. Mening savolim Abdurashid Emin efendim ve barliq xalqaro tashkilotlar birligidagi barliq tashkilotlarning a'zolariga savol. Agar Uyg'ur tadqiqot instituti qilmaymi shuni, Ilham To'xti instituti qilgan bo'lsa, sizlarga yana normal tuyulamdi. Ya'ni sizlarning adolatinglar nemish bo'g'iniga qarab bo'lamdi yoki kimning qilganiga qarab bo'lamdi? Bu savolni o'zinglarning vijdonidan so'ranglar. Keyingi bet ko'rsak O'limalar birligidan so'g'an so'g'i sebep bo'lgan narsani bir izoh etmek lazımdek tuyuldi.
Yani İlham Tohti instituti bu şu narsani qilgan vaqtida, avtonomiya degan vaqtida O'lmalar birligi, Xalqaro tashkilotlar birligi nihoyat nima qaytargan inkas. Hamda hozir Uyg'ur tadqiqot instituti majig'ini qildi. Komentlarga qaramay turganmisiz Ahmadjon? Shu gap tugagandan keyin qaragan bo'lsa. Yo'q, men biroz paylaşıyordum, ortaklaşıp qo'yaman. Boshqa Ha, tamam. Diqqat chechilishi uchun gap ini qolgan. Tushunadi. Men shu narsa bilmay qolib qolsa, dalal savol keladi. Buninglar uning munosabati degan nima kirib qolgan. Qarang, savol bekatdi. Bu qitimliq Tayvanlik Xitoylar bilan yoki demokratik Xitoylar bilan ichilgan yig'in normal yig'inga, ya'ni bu yerda benormallik ko'mabdi. Xalqaro tashkilotlar birligining bosh kotibi Abdurashid Emin Qayrinchimizdan bizga degan gap. Ochiq so'rinda bu, yerim ochiq. Mening savolim shu. Agar mushu yig'inni Ilhom To'xta instituti ichib, Ashad Abduvali Aypapandim, Asiya Uyg'ur qatorliqlar o'tirib, o'xshash gapni deyishgan bo'lsa Xitoylar bilan, bu yana sizlarga normal bo'lamdi yoki benormal bo'lamdi. Savolim shu. Chunki javobini o'zi o'ylash. Tamam. Endi xulosa kalam shu. Men tez tugutay dedim. Birinchisi Sharq bugungi nimamiz, ya'ni bugungi so'zlagan temamiz, beshidagimdek Sharq Turkiston davosida avtonomiyachilik zodi bormi yo'q? Fitna fasodmi bu? Yoki qanday? Buning xulosamiz shu. Abayamni yo'q ko'rdinglar. Burun bir oliy kengashlar ichilgan avtonomiya alamliq, ammamliq, mustaqillik demdik nima deymizda. Gerçi o oxirsida mustaqillik alimiz, shu yo'limiz shu degandek so'zlar bilan shikalangan bo'lsa-mu, lekin avval avtonomiya qilib, undan keyin mustaqillik erishishning ehtimoli Erkin Ekrem Efendimdan so'rasa, balki 0 ekanligini deb turibman. Shuning uchun birinchi xulosa Sharq Turkiston kurashida avtonomiyachilik qandaydir fitna fasod emas. Belki daim mevcut olan, 30. yıllardan tartib mevcut olan muhtariyat alımız degan ve fırsat tapkan aman beşini çıkargan ve küreşinin nişanını buraşkaya, nişanı tesiri köz tuşka tırışıp gelgen bu bir endize bu. Her vakit. Bugün mu eti mi buludu, günü gün mu battı. Fitne pasat emez bu. Hem de ikincisi, biz Şarkı Türkistan Yaşlar Kurultayı ve şu vaxtlarda inkas qaytırgan qeyrindaşlar, teşkilatlar yoki şahslar biz əməliyyatda 2011-ci il Washingtonda içilgan Şərq Türkistan Uyğur Ali Kengişi yığınına qatnaşqan bütün Şərq Türkistan və Uyğur təşkilatlarının bir siyasi iradəsi bolğan nişanımız müstəqillik, avtonomiya tilg'i ilinmaydı degan dunyoga qilgan xitobining qo'g'dug'uchiligini biz qilyapmiz. Üstüdeki rasmga qarasanglar, qachon avtonomiya 5-chi qalsa biz bolqo'li uryapmiz. Ya bizden qilgan ishimiz bu, yani senin algan kararını biz qo'g'dayapmiz. Yani bu yerda İlham To'xta instituti 5-chi qalganda bolqo'li biz urdik. Yani birisi Xitoy demokratiyalashtirish oldu deganda yana biz inkas qaytardik. Yani bu qitimmi yana biz inkas qaytardik. Yani sizlarning bütün tashkilotlarning Amerikada 2011-yil algan qarorlarini qo'g'dash bizga faraz bo'lamdi. O'zinglarni ish qilsak, olgan qarorlarini o'zinglar qo'g'dayapsan. Yani 2011-yil yo'l xaritasini tuzimiz dedinglar, tuzamidinglar. 2012 Yaponiya tuzimiz dedinglar, tuzamidinglar. 2016 Fransiyada yana yo'l xaritasini tuzimiz yana tuzamidi. 2018-yil Germaniyada yana oliy kengash yana yo'l xaritasi yana tuzamidinglar. Ma'qul yo'l xaritasini tuzamaydi ekansizlar. Hozirgacha 10 yil oldu yo'l xaritasi tuzimiz deb 4-5 yig'in ichyapti. Yo'l xaritasini tuzamasanlar tamam, buni tushundim. Ammo o'zinglar olgan qarorni o'zinglar qo'g'dashni bilinglar. Yani avtonomiya degan gap tilga ilinganda o'zinglar inkas qaytaringlar. O'zinglar deganim Dunyo Uyg'ur Qurultiyi va barliq tashkilotlar. Sizlarning olgan qaroringlarni avtonomiyachilar chiqib, yani avtonomiya yo'l orqali mustaqil bo'lamiz degan andaq shekalik gaplar bilan avtonomiya degan vaqtida uningga qarshi turgan tashkilotlar bor albatta. Uning qarshi turgan tashkilotlar oxirisida bu gap tilga ilinmaydi deb bir qaror oldi xalqaro. Bu to'g'risida men chet ellik do'stlarimizga bir gap qo'yaman. Yani chet ellik akademik do'stlarimizga, ko'pincha insonshunos. Biz
Şərq Türkistanlıqlar 2011 yılı qararımızda berib bolduq. Şərq Türkistanlıqlarning təşkilatları chet biz avtonomiya degan gapni og'zimizga olmaymiz. Biz mustaqillik yo'lida mangimiz, o'z taqdirini o'z belgilashni vosita qilamiz deb qarorni berib bo'ldi. Demak, endi bizga avtonomiya to'g'risida chet ellik do'stlarimizdan bekchiq gap qilmasligini umid qilamiz. Chunki biz siyosiy iroda bor bu yerda. Tashkilotlarimiz og'ir. Endi Dunyo Uyg'ur qurultiyi yoki boshqa har qanday tashkilot qiladigan ishi nima desa, endi o'sha siyosiy mustaqillik uchun kurash qilyapmiz, siyosiy avtonomiya uchun kurash qilyapmiz deydigan yoki avtonomiya bizning haqqimiz deydigan va yoki Xitoy demokratiyalashsa bizning mustaqilligimizga foydasi bo'ladi deydigan tashkilotlar yoki shaxslar yana bir oliy kengash ichib o'sha yerda mushu gapini qarordan o'tkazish kerak. Avtonomiya bizning haqqimiz, biz siyosiy avtonomiya uchun kurash qilib keldik va Xitoy demokratiyalashsa bizning mustaqilligimiz osonlashadi deb budaqa oliy kengashda bir qaror elib 2011 yılı ilingan kararını öğrüversin aldıda. Onu öğrüvetip avtonomiya bizden hakkımız diyen kararını alsa neymiş kısmından anladık. Bizden bütün dünyadaki teşkilatlarımız avtonomiyani qalaydik deb biz rastını desek o işe aralashmaymiz yani bizden halkımız ve ularning bütün teşkilatları avtonomiyani qalsa bizim iş qilimiz bu davani qilib. Biz chiqdimiz. Yani bu xalq avtonomiyani qalsa, o avtonomiyanın kendi qanday ağının bağlığını tushunmayman o yolda. Bu yolni, bu sahani bildiganlarimiz biladi. Kendi nima ağının bağlığını. Mandaq bir narsa qiltaq. Buni shu 30 yillar, 40 yillardagi dialoglar Xitoylar bilan bo'lgan turli salalardan bir narsani unutmaslik kerak. Oldi bilan kompartiyani yiqitib olamiz. Ondan keyin sizlarning masalalaringizni so'zlashimiz degan gapni hammamiz qiltaq. Bizning masalamiz, bizning yo'limiz Tibetliklarga o'xshash eng avval bir mustaqillik, ya'ni Tibet yoshlar qurultayidek qattiq radikal mustaqil chiqish, shu umumiy majlisning ichiga kirib o'zining ovozini yaratgandan keyin surgundagi hukumatidek o'tir yo'lni o'ynasmaydi. Va Tibetliklar 88-yili o'tir yo'lni, ya'ni avtonomiya yumshoq yo'l mangimiz deganni xalqining referendum qo'yganjimi? Bizning xalqimiz unutmasin. Tibet xalqi bergan qaror u. Dalay Lama o'zi emas. Tibet xalqi mening esim qilishi 53%, 47% ovoz bilan 47% qat radikal shaklda mustaqillik olamiz degan 53% o demak xato esim qilamiz. Xato bo'lishi mumkin. Nəhayət az farq bilan shu o'tir yo'lni manayli degan qarorni Tibetning muhojiratga xalqi bergan qaror u. Referendum bilan 88-yil. Bizning Uyg'urlardan so'rdinglarmi? Sharq Turkistonliklardan qaysi yo'lda mangimiz deb referendum qildinglarmi? Qilmadinglar. Buningdagi Uyg'urlar Xitoylardan nima kutdi? Uyg'urlar qaysi yo'lda mangdi deb sizlar bir referendum qilib, iddaringlarni bu xalq vakillik qilamiz degan mashruiyatinglarni, salohiyatinglarni bir mashruolashtirib oldida. Undan keyin qilisizlar gapinglarni. Bu xalqning hissiyotini qilchilik o'ylab qo'ymasdan Xitoylar o'zi chiqib boshladi, u Feychan Gandong hayajon tegi ba'zi qarindoshlar. Ya biz unda Feychan Gandong emas biz. Ular bilan chiqqan vaqtimizda. Ya bu yerda etnik Xitoy millatiga bo'lgan etnik raisizm yana bir narsa emas. Siyosiy nuqtadan Sharq Turkistonni ishg'ol qilib turgan Xitoyning hammasi chiqish kerak. Bu shuncha gapni deyapman sizlar. Chiqish kerak, bu yer ishg'ol qilingan. Hatto bizdan degan qo'sh tirnoqning ichida Ayşəyə qatnaşqa Uyğurlar deyəməbdi, şu gəplərə Xitaylar debdi. Bəzi Xitaylar. Şunun üçün özənglər, yəni bu yerdə sizlər akademik səlahiyyətlə qatnaşmadınlar. Sizlər bir özlərinizin göz qarşısında deb baxıdığan nimə emas. O Xitaylar sizlərə oxşamaydı, o Xitayların yoğun iddiası yox, barlıq Xitayğa biz vəkillik qılımız deydigan. Ular bəlkə akademik şəkildə özünün göz qarşısını deyişi mümkün. Amma sizlar bu nimalığı yo'q, yezib olgandan keyin nizomnomalar. Xalqning hech qaysi ko'rsatsanlar bo'lmaydigan nizomnomalar bor. Ashuni u menda bormi nizomnomalar, Dunyo Uyg'ur qurultiyining nizomnomasi bor menda. Oshadiki bu Uyg'urlarning manfaatiga biz vakillik qilamiz degan jumlani yezib olgan bo'lgandan keyin sizlarda Dunyo Uyg'ur qurultiyidagilarda Uyg'urning nomi, shon sharifi, izzat, hurmatiga daxl tarz kelganda
protokolni buzib, yig'inning qoidasini buzib, o'zingning millatini qo'g'dash, uning g'ururini, obro'yini qo'g'dash majburiyating bo'ladi. Chunki sen vakil, Xitoylarga o'xshamaysan, Xitoylar butun Xitoyga biz vakillik qilamiz degan gap yo'q. Buni qamlashtiramisanlar, u yerda menga so'z fursati kelmaganti deb gapirmaydigansizlarmi, Xitoyning ismini xato deb o'ngshab qo'yishda so'z fursatini saqlamasdan buziblar, xato deb kelma o'ngshab qo'yay deyotgansizlar. Uyg'urlar o'g'ri qaraqchi deganda to'xta sening gapingni o'ngshab qo'yay deyamaydigansizlar. Ammo hammanglarning degidek gapinglarni Xitoy xotin o'ngshab qo'yibdi. Hammanglarni. Sizlarga qilib qo'ygandan keyin xulosalab yig'ib qo'yibdi hammanglarni. Madaq aytgan tanavungni tatib qo'yibdi. Ama sizlar o Xitoylarning gapini xulosalab qo'yolmabsizlar. Ya'ni bizning riyosatchimiz Erkin Akram apandi. O yig'inda qandaydir hammadan birlik etim gap qilib o'tib, unga fursat ololmaydigan ish emasku. Xitoylarning yo boshqalarning ismini xato deb qo'ygan vaqtimizda tuzatishga ishontirganmiz biz o fursatimizni. Shuning uchun yig'in boshdan oyoq bir razolat, berbat, uning tarix berdi bahosini. Bir millatni sening milting o'g'ri qaraqchi pichoq tanglaydi haqqa desa, bu millatga vakillik olduk deb o'tlagan odamlar unda mo'godek o'tamaydi. Selga urdi. Kendimdaz. O yig'inning qoidasi sening millatingning g'ururidan ustun turmasligi kerak. Her qancha Xitoyga kuchlansak-mo, her qancha Xitoyga oshiq bo'lsak-mo, ma millatning g'ururini ochiq ekranda depsanda qilmaysan. Xitoylar uni qilgan vaqtida buzsa qoidani, ma degan xato, sen fashist bo'lib qolsa deb. Xitoy xotin sizlarning gapinglarni qanday yig'ibdi, har biringlar gap qilganki qanday xulosalabdi. Bizamiz jungoloq, demokratiya, yana bijimi deb hammanglarning tanavini tatibdi. Ama sizlar tatamabsizlar, yaqlamabsizlar. Birisining jumlasida bir oxirida xulosalash bo'lmabdi bizda. Agar tang o'rinda, masalan men buni Uyg'ur tadqiqot institutining bir tadqiqotchi a'zosining menga degan gapini deb beraysiz. Yig'in butunlay xato bo'libdi, biznikilar Xitoylar bilan tang turib gap qilishni bilmagan bo'lsa, nima ish chiqdi ekranga? Chiqmi so'mamdi. Uyg'ur tadqiqot institutining ichidagi a'zosining gapi. Onun diken onu en g'albi qilgan, en nima qilgan yig'inimiz. Sizlar diplomatik yig'inning qanday bo'lganini bilmaysizlar agar bu sizlarning en g'albi qilgan yig'ininglar bu bo'lsa. Men bunday bir narsani bir misol beray. Ikki misol beray, qisqa berishga tirishman. Bu Alyaskada Amerika tarafı Xitoy tarafı ko'rishgan vaqtida Xitoyning ikki Xitoy badigu Yang Jiechi bilan nima Wang Yi. Qarasak Wang Yi nəhayətimi yumşaq dil bilan bu diplomatiyada yoki siyosatda yaxshi saqchi deydi buni good cop debdi. Haliqay bir jinoyatchini ixtiro qildirmoqchi bo'lgan vaqtida ikki saqchi ko'rdi. Bir saqchi yumshaq gapirdi, aldaydi, yana bir saqchi qattiq gapirdi, qo'rqitdi. Buni yaxshi saqchi, eski saqchi deymiz siyosat uchun ikki xil rol o'ynaymiz. Ammo maqsad ashuni ixtiro qildirish, ya'ni o'xshash niyat uchun bir taraf qattiqroq rol o'ynaydi, bir taraf yumshaq rol o'ynaydi. Ta'pilaydi birisi, birisi qo'rqitdi. Amerikaga borganda Wang Yi yumshaq yaxshi saqchi beribdi, yumshaq gapirdigan. Yang Jiechi degan Xitoy qattiq gapirdigan eski saqchi beribdi-da. Amerika tarafı. Amerika tarafdagilar bir şeyde gapini qilib qo'ygandan keyin Wang Yi yumshaqroq gapirdi, Xitoy sal qattiqroq gapirdi. Ham diplomatiyaning protokolida ekranning oldida ashunda qo'shilmaydigan nuqtalarimiz bor. Ammo biz buni bunda o'ngshab ketamiz, anda qilamiz degan shaklda deb qo'yib, kameralar chiqib ketgandan keyin o'sha ikki taraf bir-birini talashlar chiqib to'qidi-ku endi. Kameraning oldida qilmaydi. Ammo Amerika taraf men bir so'z qo'shib qo'yay deb Xitoyga gapirib qo'ygandan keyin shu Uyg'ur masalasi bizdan o'xshamaydigan nuqtalarimiz manda deblar Xitoyni tanqid qilgan gap qildi ishkilishchi Blinken bilan endi. Qilgandan keyin qarasangiz, Yang Jiechining qaytargan javobi shu. Sizlar bu yerda bizga bir sahna tayyorlabsizlar. Diplomatiyaning eng oddiy odatdagi protokolida kameralarni chiqarayotgandan keyin qilsa gapingni, ammo sen yani bu gapni demidi, lekin qoida shuda, protokoli degani shu. Yani diplomatiyaning eng oddiy protokolini hurmat qilmadinglar deblar, Yang Jiechi nima deysangiz, Amerikaning biz bilan bunday so'zlashadiganga salohiyati to'shmaydi dedi. Ya'ni bu yerda bulungan narsa nima deganda protokol aniq, diplomatiyaning qoidasi aniq. Kamera bu vaqt nima deysa, chiqayotgandan keyin nima deysa aniq. Ammo Amerika tarafdagilar kameraning oldida
protokolni bir xalqarалық protokolni biroz egiz pes qilib Xitoylarga maydonni qattiq qo'yishiga Xitoy planlab kelgan narsaning hammani bir tarafga qarib qo'yib deyishayotgan demoqchi bo'lgan tayyorlagan gaplarning hammani bir chetga qarib qo'yiblar ayada o'zining davlatining obro'yini g'ururini qo'ngdi deya ayon degan kameralarning oldida Amerikaning bunday deyish salohiyati yo'q bizning jutning yerlik gipi jumi ma'lum Xitoyning po'qini yanglar deydi bizning g'uljida. Ya'ni o'zingning xalqi, o'zingning millatingning g'ururi nimasi depsanda qilingan vaqtida, uningga til tekkizilgan vaqtida u yig'inning protokolini tashlaysan. Yig'inning qoidasini tashlaysan. Ashadil deysan. Manda qilsang sen faşist bo'lsa, tabiiy Uyg'urga vakillik qilamdi, balkim bir qilgandi, ikkisi qilgandi. Deyish Uyg'urlarga biz vakillik qilamiz degan iddaoni o'tirib qo'yayotganlarning beshining majburiyati, bo'ynining borji deydi-ku turklar. U majburiyati. Uni qilolmasang Uyg'ur tadqiqot institutidagi bir tadqiqotchining gapi bo'yicha gap qilishni qamlashtirib qilolmasang, oshma o'jig'ini. Mening gapim emas, shu tadqiqot institutidagi tadqiqotchining gapi. Shuning uchun qarindoshlar, masala shu. Avtonomiya masalasi burundan batdi va 2011-yilda bu narsa qattiq rad qilingan va avtonomiya tiliga ilinmaydi degan bir qaror ilingan. Ammo bu qaror depsanda qilinyapti har minut sekundda bir. İlham To'xta instituti depsanda qildi. Nuriy Turkal efendim depsanda qildi uni. Yana boshqalar boshqa shaklda Xitoy demokratiyalasi mustaqil bo'lamiz degan shaklda so'zni o'zgartirib, yana shu yo'lda menyapti. Ham sizlarning olgan qaroringlarni biz qo'g'damga, xalq qo'g'damdi. O'zinglar qo'g'damamsizlar. Bir gapning shiktosi Myunxen xitobnomasi deysizlar. Myunxen xitobnomasini chiqaringlar ko'rib baqayli, xalq bitsin. İngilizce bir torbitanla qo'yib qo'yinglar hozir tarjima qilib. 15-20 yıldan aldığı qilgan bir narsani deysizlar davomli, ammo ijroat yo'q uningdimi? 2011 yil olgan qaroringlarni o'zinglar depsanda qilasizlar, uni biz qo'g'disak, albatta biz pishni pasat qilgan bo'ladi. Ya'ni Sharq Turkiston xalqi, muajirat butun Sharq Turkistonliklar mustaqillikni xohlamdi, avtonomiyani xohlamdi, buningga ra'yini bildirish kerak. Yana bir narsa, bu tashkilotlar her ketim bir narsani qilib bo'lib, keyindan buni 4-5 kun beshimizda tiqib olsak, xalq unutib qoldi. Xalq bunda nima qilsak o'tkazayotimiz bu shamolni degan hisobotni to'qmanglar. Nuriy Turkal efendimning siyosiy avtonomiya olamiz deganini qanday unutmagan bo'lsa xalq, tarix mixlandi u voqea. Buni unutmaydi. Bundan keyin bunda qiliqi nima yo'q vaqtida orliqdan seyrilib chiqib, bunda qilgan ishlarning hech qaysini unutmaydi xalq va bizmi unutmaymiz. Bunda asan shu. Ya'ni ochiq munozara qilinglar. Masalan, Xitoylar bilan chiqadigansizlar ekranga biz bilan chiqinglar. Chiqinglar, masalan, halollar chiqsin, Xitoy demokratiyalashsa biz mustaqil bo'la olamiz, bo'la-olmaymiz ssenariysini so'zlaylik. Ammo Xitoylar bilan chiqsizlar ekranga, ammo Sharq Turkistonliklar bilan chiqolmaysizlar. Qo'rqaysizlar savoldan. Shuning uchun endi Uyg'ur tadqiqot institutiga kelsak, ya'ni biz Dunyo Uyg'ur qurultayining 2010-yil, 11-yilda qilgan ishlarini bilamiz. Biz shu davrni yashadik, bu da'voning ichida turdik. Ko'rdik, yashadik, o'tdik, ularning ashunday qilib kelayotganini bilamiz. Ya'ni ichidagi ba'zi odamlar emas, eng azda 20 demdik. Ya'ni Abay Parat Muhammad efendimning gapini oldik-ku. Avtonomiya yo'lida men paxsa qilmamdi deydigan nurg'un odam bor ichimizda degan. Shu nurg'un odam bor yani. Bilamiz. Ama Uyghur Tadqiqot institutini biz bir akademik organ. Bular o'tirsida mustaqil tursa, betaraf tursa, hammamiz bir yerga kelib, xalqaro ma'rif tashkilotlar birligi, xalqaro tashkilotlar birligi. Anki Dunyo Uyg'ur qurultayi, biz Sharq Turkiston yoshlar qurultayi bir yerga bu temalarni so'zlashaylik. Bo'lsa, shu Xitoy demokratiyalasi mustaqil bo'la olamdik, bo'la-olmamdik, qanday bo'ldi? Bu temalarni so'zlash uchun, o'zaro fikr almashtirish uchun biz Uyg'ur Tadqiqot institutini mustaqil, betaraf, tashkilotlararo betaraf, o'ttirsa turadigan bir organ degashga biz ularning sohibxonligidagi yig'inlarga biz qatnashdik. Va nihoyatimiz samimiy fikrlarimizni berib qatnashdik. Ammo biz oxirsida bildikki, Uyg'ur Tadqiqot instituti mustaqil hamma tashkilotlarga o'xshash orliq saqlagan organ emaskan.
Dünya Uyghur Qurultayına təşviqat vasitəsindək hərəkət qıldı ki. Şunun üçün əgər bir akademik organ, yani akademik tədqiqat organı degan organ bir təşkilatның çapını yepiş yoki bir təşkilatның kətmini çepiş üçün özü to'g'ri deb bilgan akademik to'g'ri yo'llardan yansa ve yoki tutsa o qandaq akademik organ oldu. Nimadan nim farqinlar var, yani Xitoyning bir atalmış ijtimoiy fanlar akademiyasidan nim farqinlar qoladi. Abi ya men degan temini to'g'rimi xatomi Uyg'ur tadqiqot instituti bir parcha maqola e'lon qilsinlarni umid qilaman. Ya'ni Xitoy demokratiyalashsa bizning mustaqillik ishimiz oson bo'lamdi, tez bo'lamdi. Erkin Ekrem efendimning bir parcha maqolasini ko'rishni xohlaymiz yani. Shuning uchun biz bu fikrlarni berishga jiqtirishdik. Ondan keyin ashuni hatto eng ichilish taraflaridan birisi nima? Abay degandek Ilhom To'xta instituti degilar avtonomiya bizning haqqimiz, avtonomiya deyishimiz kerak deb shahar atlab, davlat atlab, leksiya so'zlab, abiyam Xitoylar bilan o'xshash qonunda Xitoylar bilan birga yashaymiz, Xitoyning ostida degan mission statementsini chiqarib qo'yib jurgan vaqtlarda biz unga qarshi inkas qaytardik. Uyg'ur tadqiqot institutidagi Nijat Turg'un va Ruqiya Turdish xonimmi bu narsa xato deb maydonini bildirdi. Hatto ekranlardagi qalayim qancha bo'lib ketdi. Bular bilse biz Dünya Uyghur Qurultayı ve başka teşkilatlardan 2011 yılda ağan kararını biz kovdavatımız ameliyat. Ama biz şunda kılıvazsak Uyghur Tədqiqat İnstitutu'daki Nicat ve Rukiye Hanım işkisimi bu nes hata devasa Uyghur Tədqiqat İnstitutu'nun müdiri Erkin Ekrem Efendim İlham To'xta İnstitutu'nun ötküzgen faaliyetinde ekranga çıkıp yürüyor. Yani senin bu kılıvatkan nesenge alak karşı durvasa nimo özünün tədqiqat organındaki adamlar bu nes hata deb karşı durvasa ulanın ekrana çıkıp ulanın kılıvatkan işini meşrulaştırıvatıdı modeli. Şunun için biz rastın diğer vaktimizde Uyghur Tədqiqat İnstitutu'da abay deyilgendek müştak hatalıklarda ya biz hata dep görgen prensip doğru gelmeydiğen hatta Dünya Uyghur Qurultayı'nın özünün ağın kararını çiğneydiğen ondan Uyghur Tədqiqat İnstitutu'nun özünün akademik toğra ya hata dep görgen noktalarını yani akademik meydanını mı karşı boğan noktalardı mı özünün meydanı var. Jim turuş ya çapan ipiş şekilde hareketlerine karab biz cık agahlandırdık, cık narazılıklarımızı bildirdik. Ve en ahırsı da bu nesi boğan diken Xitoylar. Yani ben birlam nesini oylayman da bu Xitoylar bunda uçuk aşkar, bunda ekrana çıkış, bu davada burunboylik avtonomiya o bu degan narsalarni so'zlaganlar uchun mu xeli ta'sishlati va xeli yurak ketadigan ishlarni va xalqni aldığı demokrat Xitoylar bilan chiqadigan ish. Buralarda yipiq yo'shirinib tamdan keyni de bo'laddi bunday ishlar. Buni 90'larda, 2000'larda davanın işini balla taz yaxshi biladi. Bu yürek nereden aldınlar yani? Uyghur halkının aldığı bu Xitoylar bilan Abijin shundiga Xitoyni teklifchilar miymanlar 10-20 yillik qadinas do'stinglar deb burun. Bütün millatga haqorat qildi. 20 yillik do'stinglar. Bunda chiqadigan yurakni Uyg'urlarning bütün hammadamning yuragi ezilib ketayotgan vaqtida mushlarning hissiyotini o'ylashmay xalqning va hammalarning qandaq jasoratli chiqdilar ekranga ben bunu faqat bilemedim. Tamam bu sizin ahirki önümüzden biraz tekrarlık olmasın. Ben şeyde sol ötüp geçişine ağladım. Doğru görülse eğer. Tamam ben bu telefonumdan tokumu ketip kaldı ben tokçu. Ama polasın bulmaydı. Sualınla bolsa Nahmaydanga bivas telefon kılınla. En asan yaxşı süpetlik mülazimet buludaşanda inşallah. Ma yazma şekilde kaldırılan inkasınlardan suallarını bazen köme kaldığa çıksa konuğun yerin bulap kaldı iken. Onun için bivas telefon kılışınlarını ümit kılımız. Ben bir qancha o'p tushgan savollardan aqlimga yani diqqatimni chekkan savollardan bir qanchasini so'g'ashtiray. Birinchidan Dünya Uyghur Qurultayı ertadan boshlab Londonda ichilmoqchi bo'lgan Uyg'ur sud kollegiyasiga aloqador Xitoyni sotlaydigan muhim bir tarixiy
ish bosqichida turayotgan vaqtda nima uchun bu ishni ko'tarib chiqdi bo'ladi degan bir savol bor. Qandaq bir jiddiyat bilan bugungi sürildi bu masala. Mushun bir so'g'im bor. Ma telefonning so'ng'olishini oladi. Assalomu alaykum. Ovoz Nahmadan bog'landi. Va alaykum assalom. Gapni anglayaldingizmi? Ha. Anladım. Assalomu alaykum Fiday efendim. Assalomu alaykum Yer efendim. Men Akram ismim. Mening so'raydigan ikki tal savolim bor. Ama qisqa so'rayman. Birinchi savolimda masalansizga biz hamda bir avtonomiya to'g'riliq bo'ldi. Va avtonomiyaning qanday bir shaklda bo'lganligini oldin qatim Nuri Turkiya efendim politikal avtonomiya, siyosiy avtonomiya dedi. Va ularningki avtonomiyaning shaklimi hamda Xitoyning asos qonuni yozig'liq. Va avtonomiyaning nurg'un shakllari bor. Hamda masalan siz bir mustaqil jasurimiz bilan bizning kelgusi qurilmoqchi bo'lgan Sharq Turkiston qanday bir shaklda Sharq Turkiston bo'ldi? Masalan, Sharq Turkiston mustaqil bo'ldi desak, agar jalab ola olsak, bizning hozir deganda 10 davlat bilan chegaramiz bo'ldi. Va ular o'rtasida tashqi munosabatni qanday bir taraf qilish. Ondan ishirki, masalan, Xitoy ko'chmanlar masalasi bor, Xitoy ko'chmanlari. Ular masalan qanday qilish? Ya'ni mushlan cho'rdigan asosda bir kitobcha yoki g'oyamizlik Sharq Turkistonni yozib chiqish hozirgi akademik seviya va siyosiy seviya nuqtasidan mumkinmi? Hamda o'ylagan yerimda men bu savolni qo'yishimning sababi biz avtonomiya nimaligini bilamiz, ammo mustaqillik dedik, mustaqillikning nimaligini faqat Xitoydan qutulsak mustaqil bo'lmaymiz dedik, ammo davlatning nimaligini bilmaymiz. Va biz shunday bir kitob yoki akademik tadqiqot qilish orqali xalqimizning kallasiga balkim qo'ya olishimiz mumkinmi? Bizning mustaqil Sharq Turkiston davlatimiz mandaq bo'ldi deb. Yani birovlarning dardimizni anglatgan vaqtimi sen nima qilmoqchi desa men mustaqil bo'lmoqchi, qanday shaklda mustaqil bo'lmoqchi? Meniki xiyolimdagi mustaqillik mana shaklda bo'ldi deb shuni hozirdan boshlab mustaqillikni qo'llaydigan xalqningki kallasiga shuni yo'llantirib mangishga, singdirib mangishga mumkinchilik bormi? Endi ikkinchi savolim, masalan sizga bu endi dunyo urqulti dedik, bet ko'z qarashim so'zladi, ularningki markazningki Myunxenda bo'lib qolishi tasodifiylikmi yoki bir aqllilikni o'ylab turib chiqarilgan qarormi? Chunki bilamiz, Myunxenning tarixda hamda tasdiqlanmay chiqraq ya. Chunki Myunxen deb bo'g'ichi jiqlab bildi, bu Myunxen degan davlat quldirga emas, balki davlat satadiga ya. Haliq polishan setyapti Myunxenda. Va bir davlat qo'g'isi bor. Masalan, siz yahudilar qarsaqmi yoki mayatni bizlar o'xshash Tibetlar qarsaqmi? Germaniyalik bosh tashkiloti Myunxenda emas. Bizningki shu vaqtdagi tashkilotning Myunxenda bo'lib qolishi, ya'ni Uyg'urlarga vakillik qilgan tashkilotning Myunxenda bo'lib qolishi Xitoy shunday bir signal bermoqchimi? Men satishqda ya, men mustaqil bo'lmayman, satishqda ya degan bunday signal bermoqchimi yoki shunday to'g'ri gap bilan berilgan signalmi? Chunki bilamiz bu endi bu jo'g'rafiyaning muhimligini maqatim Amerikalar Xitoyning jig'ini Alaskada ochganligidan bildi. Endi demak o'g'ana Xitoyga bizning munosabatimiz muzg'ib kelib qoldi. Manda ya qolmadi demoqchi. Havaydachi bo'ladi. San Fransiskoda bo'ladi. Ammo Myunxenga ketdi. Alaskaga ketdi. Biznikilardimi shu ba'zi shaharlarning tarix ismi va shon sharif tufaylidan yoki nomussizlik tarix tufaylidan Myunxenda bo'lishi to'g'rimi? Ay shu bir ashna to'g'ri gaplash yoki bir signal. Rahmat. Bo'ldi. Mening ovozim bormi, Ahmadjon? Men quloq vaqtni chiqaryaptim, biroz vaqirab gapirma, to'pni ketib qo'ydimchu. Yapalım. Birinchi savolimiz nemati? Birinchi savolimiz mustaqillikning nemisini qilib bo'lamdi. Qandaq davlat bo'lganligini, qandaq davlat qurolganligimizni suratlab berish ehtimoli mumkinchiligi bormi? Mustaqil davlat qurishning davosining yo'li bor. Mustaqil davlat qurishning davosi, ya'ni harakatning butun davoning yo'li 5 bosqichlik yo'l. Masalan, bizning vatanimiz mustamlika qilingan colonization deb men ekranda jiqdab ketdim. Bu bir colony deb. Colony bo'lganda biz buni qanday mustaqil qilamiz deganda decolonization prosesini boshlaymiz. Ya'ni mustamlikani amaldan qoldirish. Buni men ya'ni bunda qarindoshlar biz 70 yilning yog'i mustaqillik davosi qilib baxmiz. Bizning qilayotgan harakatimiz qaysi kuni bir xalqaro qonun o'qigan qarindoshimiz og'zidan chiqarib qilmaydi bu temalarni uch deyamdi ekranda. Asli ekranning keyinida so'zlashiladigan temalar mushularchu. Tashkilotlar. Lekin bizning tashkilotlarimiz chedir qurish bilan pul yig'ish bilan aldirash bunda mustaqillik kurashning qanday bo'lgani to'g'risida gap qilishga vaqt yo'q. 70 yilning yog'i biz mustaqillik harakat qilmadik.
qaysi kuni xalqaro qonun o'qiyotgan qarindoshimiz bir so'zni bek to'g'ri dedi. Ya'ni asosiy shakl diaspora management, ya'ni muajiratdagi xalqni o'rinlashtirish, ya'ni muajirat hayotini o'rinlashtirish. Bizning qilganimiz bu 70 yildan yog'ichu ve bunu bir merkezden, Tibetlerinin merkezi hükümetideki yataklar, mekteplerini kılmadı. Bizim merkezimiz Germaniye'de ama bütün devletlerdeki yerlik teşkilatlar özleri uğurlaştırılan bilen minvatide bizden bir sistemlik plan yok. Yani 70 yılına yakın işimiz bizden iki. Birincisi, yani bizden diyelim şu davanın ucu. Birincisi diaspora management kılış, yani şu muhaciretini uğurlaştırış, onu galiba kılamıdı, bir sistemlik kılamıdı. İkincisi can bekiş, osak bekiş. Bizden 70 yıllık işimiz bu. Müstakillik davası bunda kılınmaydı. Hazır kerinişimizden sualına hemen de cevap verin. Decolonization prosesinin 5 basmış kadımı var. Müstakillik davası biz bu 5 işini kılımız kerindaşlar. Birincisi discover and recover deydi. Yani tarihimizde açımız, bütün yiyip yerlerini açımız. Bizge nim boldu, nimiş oldu, Xitay qanday kirdi, qanday qirg'in qildi bizni. Hemmini açımız çubup. Bizning tarixchilarimiz jasoratli bo'lib, biroz tarixni tugidi. Masalan, birisi 1921 yil Toshkent konferensi deb qo'ychi qilmasdan tarixchilarning nima deydig'ini o'to'g'risida tarixchilar so'z bo'ladi. Tariximizni oldinda açımız. Decolonization, mustamlikadan qutulishning birinchi yo'li bu. Xoinlarni xoin deymiz. Tarix. Kahramanlarını kahraman deyimiz, hemimizde mıhlayımız. Tam ucu resimlerini. Mala hain, mala kahraman. Yine kılımız bu. Onun için bizge nimi şoğunu, kandak, nimi uyalla oynaldı bizde. Abay degende 3 taraf var dedik o. O Sovyetler taraf tuğan komünistler nimiş kıldı. İmzanı koygandı, kandak koydu. Onun için Gomindan taraf tuğanla nimiş kıldı. Onun için o koş tırnaklarına çekip dindarlar. Ular qandar olayında müstakilliğimizde hemen uçuk tökemiz ama. Onu yiyip bunun avukatlığını kılışını açtık. O çok emin esnaf. Tökkendikin biz bu yerde aşı hatalıklar sebebinden kançılık kırgın boğallığımızı hakiki düşünümüz. Bunu içine 49. yıldan başlamıştık ya 1878'den başlamıştık. Yakup Bey ölgenden keyin. Yakup'umuzun birinci Çin klasıdan başlamıştık. Cungar kırgınçılıkları jaryanıdır. Bizimkiler kanda kırıldı. Akademikler bununla karar veriş gerek. 1759 mu, 1878 mu, 1949 mu? Kararını vergendikin aşağıya bugünümüz aşağıya hain kim o vatanperver kim. A içinişli kanlı anasını kögendikin bizden adamlarda nedin keginimiz kanda bir içinişli hacıyanı kögenimizde bütün halk yadı biliş gerek yada. Onun kendinden ikinci basmış neyim desenler mourning yani matem tutuş. Kahramanlarımızın matem tutumuz. Kahramanlarımız şehitlerimizni hatırlaydigan bir eneni yartımız. İnek ama hayırlığını kahraman depemez. Bunu kılgandikin üçüncü basmış neyim desenler dreaming yani hazır kerinçimiz degen arzu tikleşki başlayımız. Arzurumuz neyim o? Devlet kurumuz. Kanda devlet kurumuz, manda devlet kurumuz, manda kılımız, anda kılımız diyen şekilde çok. Onun kendi şu hazır kerinçimiz KG'ye geçidey. Bunu kurgandan keyin onun kendi şu müstakillikning decolonization'ning prosesleri şunda jaryan bo'yicha ma'lum. Hozir qerinishimiz so'rg'ayigacha shunchalik javob beray, uzatib o'tmay leksiyada ko'p qolmasin. Biz mustaqillik davosini qilmadik. Mustaqillik davosi eng avval Sharq Turkistonning ishg'olga rayon ishganligi, bu to'g'risida qanday bo'lgani, kim xoin, kim sotdi, kim qahramon, kim qanday bo'ldi. Buni aniq yozgandan keyin qahramonlarimizga motam tutishdan boshlaydi. Şunun için yani müstakillik diyen bir kıldığan bir iş dedim mi bu? Bunu kırıl buludu ama bizden dava onu kıpatmadı hazır. İkinci sual ne mi Ahmetciğim? İkinci sual Miyonken şehri. Minüşün miyonken okumak. Doğru. Yani ben onu biraz menaba mı ya kasten kılındı mı bilmeyim. Belki Uygurlar başta yerleşken şehir miyonken bu başkaçta boğandı. Ama benim burundan tatip nimem şu da yani bir devletin payitahtı buludu iş. Ve Dünya Uygur Kurultayı kançı yıl oldu bizge Bavariya
өлkəsidə, Bavariya өлkəsidə degan xəbərini alardı. Berlinga qachon ishxona ochdi? 2019mi, 20mi? Ay, Berlinga Dunyo Uyg'ur qurultiyi ishxona ichibdi degan kuni mening qaytuga aşı gapni men degan odamga, xabarni bergan odamga mening qaytuga inkosim shu. Bravo, mashallah. Poytaxtda bo'ldi siyosat. Poytaxtga ichildi, ammo bek kechikib ichildi. Shundan so'ng bu tarafini olqishlayman. Yani Berlinda bo'lishi kerak asli ish, ammo Myunxenda nima uchun bo'ldi? Siyosiy signal bormi, uni bilmayman. Ammo ma abiyam kelinishimizning degani bek to'g'ri. Jo'grafiya, yil, oy, kun, vaqt hamma narsa siyosatda simvol xarakterlik bo'ladi. Masalan, abiyam sotning birinchi savoli qaytib kelaylik, siz so'ragan. Nima uchun shu vaqtda bu programmani qilisizlar degandiga. Qarindoshlar, biz shu yig'in ichilgandan keyin Ahmadjon, men sizga ekranga chiqib shu to'g'risida so'zlaydigan vaqt keldi desam, Mavlona apandimlarning chiqadiganligini dedingiz. Ular chiqib bo'lgandan keyin chiqayamsa deb 6-oyning 3-kuni bugunga to'g'rilab qo'yganimizga xeyli vaqt bo'ldi-ku, deyishib qo'ygan vaqtni. Shunday bo'ldi. Bu yerda men o'zimni ayblayman. Ya'ni asli biz Dunyo Uyg'ur qurultiyining bu sotni bugunga o'rinlashtirganini bilmaydik. Bu yerda biz gunohsiz, ammo bilishimiz kerakdi. Bu yerda men ayblayman. Chunki Dunyo Uyg'ur qurultiyi nima ish qilsa 6-oyning 4-kuni qildi. Tianmen voqeasining xotira kunida simvol xarakterlik qildi hozirgacha. Biz 6-oyning 4-kuni sot ochilganini baldur o'ylashsak bo'ladi-da asli. Diqqat qilinglar. Masalan, 7-oyning 5-kuni ochayli Urumchi qirg'inchiligining kunida, ya 11-oyning 12-sida ochayli Sharq Turkiston Jumhuriyatida degan kalla kamaydi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi. Davomli degan so'zimizni isbotlaydi. Masalan, 2019-2020 yili Amerikada Enidi 6-oyning 4-kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyiga va Tibetliklarga boshqalarga mukofot berdi. Tibetliklardan mukofot olgan kelgan odam Tibet mustaqillik harakatining qurg'uvchisi bir ayol, ismini unutib qoldim. Ammo ayolning qurgan harakati Tibet mustaqillik harakati. Yana signalni ko'rdingizmi? 6-oyning 4-kuni mukofot berdi Tianmen voqeasining kunida. Uningga Tibetliklar mustaqillik harakatining beshidagi ayol, ya'ni qurg'uvchi ayol qatnashdi Tibet tarafdan. Biz tarafdan o'mak boshlab barimizda aeroplanlarda Gollandiyadan, yana bir yerdan odam terib qoldi. Bu yerda nima bo'ldi? Telefondan to'xtab ketdi-da. Aziz qarindoshlar, savollaringiz bo'lsa, devas telefon qilganingiz yaxshi bo'ladi. Men agar tekrar bog'lanmay qolib qolsa, to'xtatamiz. Boshqa bir fursatga to'g'rilab turib, tekrar savollar javob shaklida bir program qilishga tirishamiz. Biroz saqlaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Ovozini angladik. Anglaptanmi ya? Angladik. Va Ümit efendim, agar müsait bo'lsa bir savol sormoqchiman. Savolni so'rayversizlar, men ep qo'yay. Siz javoblaydi. Savolni so'rayversa savolni. Ovoz anglama. Endi keldi. Savolni so'rayversizlar savolni. Alaykum assalom. Mana nimaga bog'lanib qoldi? Quloqlikqa bog'lanib qoldi. Janoat yaxshi program bo'ladi-da, men Germaniyadan til bo'yicha o'taman. Yuqorida Ümit efendim bir nuqtani deb o'tib ketdi-da. Men bunga ham tuzatish, ham bir qisqa bir tushuncha beray deb men telefonda bog'landim. Ki davagerlerimiz 70 yıldır yağıyla müstakillik davası kapatma dediğin cümle kayıt vurgulap deyilip aldıkça. Bu ılıkı elbette
Öten sırtıga yani şu 50. yıllardan da hesaplarsak hem 70 yılın bu tarafında Şarkı Türkistan davası muhaciretke yani bayrağımız çetelge çıkanның bu tarafında elbette türlük teşkilat, türlük gaile etrafında türlük teşkilatlı kurulup bugünkülük bu dava devam kılıp geldi ve kelyapatidi. Ama bu müstakillik hareketi O'rta Asiyada mı ustazımız Haşir Vahid efendim olsun ve Sabit Abdurrahman rahmetlik maşini kazasında öldürüldü. Hem de özgürlüğüm samsakıvala deyimiz şularınki Uyguristan'da teşkilatı. Yani 92. yıl İstanbul'daki kurulgan milli merkez gerçi nime kılamadı da bu özünki ilan kıygan yani nizamnamesi ve şuara etrafında muvaffakiyetli faaliyet kılanmagan bolsun olumlu bir urmuş boldu yani Şarkı Türkistan'ın Hatırımız Uyguristan'ın uzaklısı müstakillik için iradesini bildirgen boldu. Ama 99. yılda Germaniyada kurulgan Milli Kurultay, şu Milli Kurultay'ın içinde şu bayan yani onun 2005. yılı Germaniya Frankfurt şehrinde kurulgan Uyguristan Azad Teşkilatı mı? Bu teşkilat hazır mı? Bahsili Bülül Ahmetcan. Teşkilat ne? Bu teşkilat mı? Azadçılık bağ. Bu teşkilatın üslup nizamnamesi, iş geçiriş prensipleri var. 60 varaqlık. Müşahede engelingan Germaniya hükümetinde tonulgan Şarkı Türkistan'ın uzun kesil müstakillik için hareket kılınırken teşkilat. Elbette hem de ahirki hem de 4-5 yılın bu tarafında bu metinimiz Şarkı Türkistan'da elip kırılatkan ırkı kırgınçılık ceza lagerleri siyasetiyle hem de çoğun bir partilaş karakterlik davadı, bir bölüş karakterlik bir önemi oldu. Özgürüşler buluvatıdı. Elbette kollayınız. Monument koymakçı. Ümit Musa Bey kırındışımız kollayınız. Ayet yaxşı fikirler oturup koyuyordu. Yani bu müstakillik hareketi bu ya bir 2 yıldan aldı da başlangıç hareket emez. Hatta 2014 yıl kurulgan Şarkı Türkistan sürgündü. Hükümetin mı gayesi, nişanı şu Şarkı Türkistan devletini asli keltiriş. Muşunda koymakçı. Rahmet. Maqul, özüm bir izohat anlaydı. Maqul, rahmat. Ümit Musa Bey efendim, Germaniyadan kelgan telefonda bayatınız sizningki bir qancha qatim hozirga qadar Sharq Turkiston mustaqillik uchun harakat ilib bormidiq degan so'zingizga qarata izohat berishni ba'zi qurilgan tashkilot va yoki ilib borilgan harakatlarni tilga olish orqali bu ishning borlig'ini ya'ni mustaqillik harakatiningki tirishchanlik ko'rsatganligini tushuntiribdi. Siz nimaga asosan bunda bir harakat bo'lmaganligini bir izohlasangiz o'g'dek. Rahmat. Oldu. Aldı bilen keçirim sorayım abi. Bundan maaşını telefon kılıp maaşını tokusamaptı ben çünkü uçup gidip kaldı. Hazır telefon kaydı da içildi. Azıcık perinçimizin gipinin bir şeyini anlayamadım ama sizden diyen gibi az zat belgini bildim. Mandak yap. Müstakillik, biz müstakillik talep kılımız diyen gap bilen bulmaydı. Müstakillik, biz müstakillik nima qilamiz degan narsa bilan bo'lmaydi. Chu mustaqillik yo'lida mangadigan qadamlar bor. Abay degandek 5 bosqichli qadam bor. Xo'sh. Decolonization process bor. Biz eng avval birinchisini qildikmi? Recovery, discovery and recovery qildikmi? Biz ani ko'rib, o'rganib, hamma narsani ichib tariximizda nima sho'g'ini rasmiy ochiq bilamdik. 100 yıldan aldığımız tariximizni ortak birdek hemimiz bilemdik. 100 yıldan aldığımız tariximizga kelganda hazır 10 xil gap chiqadi-ku bizda, aniq emas. Yana uzildi.
Ümit Efendi'ninki. Qarindoshlar, biz musofirlik ko'rishmalarimizni asosan Skype orqali ilib borayotganligimiz uchun ziyorat qilgan qabul qilgan qarindoshlarimizdan ba'zan o'ylamagan bir texnik ishlar duch kelgan ahvollar bo'lib qoladi. Biroz sabr qilib boqaylik, tekrar bog'latamiz. Ovoz yo'q. Aziz ko'rman do'stlar, hammaga Allohning salomi bo'lsin. Tekrar Ümit Efendi'ninki, Dilyar Efendi'ninki yana uskunasincha tashqi bo'lg'ay. Bu inkas şekilde yozilgan savollardan javoblanisi bo'ladi degan muhim savol bo'lsa, tekrar bir tavsiya qilib qo'ymasangiz qarindoshlar, bek tuvanga tushib ketgan bo'lsa, izlab topib bo'lmaydi ekanmiz. Amal bor bugun javoblashtırışıyla bek vaqtdan isrof qilmaslik uchun biraz jiqlashtirsak. Efendim yok. Yaman bo'ldi. Selamünaleyküm. Assalamualaikum. Aleykümselam. Alo. Ovoz Kelgan bo'lishi mumkin. Shu ma'nodan urdimma kompyuterdalar. tamam. Tamam. Unda Ya bo'lsa, shunday qilaveramdik ya, men telefonim ancha-muncha hackab qalayim qanchalik chiqdi-chu. mayli, Siz to'qidan o'tib hozir javoblarni ovozliq beravering unda javoblarni. Bo'ldi. Ya'ni abay qerinishimizga da'vat etdim-ku. Ya'ni mustaqillik harakatiningki shu nima bo'yicha qadam bosqichlari bo'yicha meni baxmuduq demoqchiman. Albatta, Sharq Turkiston surgundagi hukumatining qurilishi va Sharq Turkiston surgundagi hukumatining g'oyasi, shu vaqtdagi orzusi nimasiga butunlay qo'shilaman. Haqiqatan shunda qoida qurilgan deb boshda. Ammo biz haqiqiy konkret holda mustaqillikning qadam bosqichlari bo'yicha manglagan shaklda meni baxmuduq hozircha. Shuni demoqchiman yani. Yani ameliy shu munosabatli besishchi qadamlar besilmaganlik uchun bomba deb bunday harakat deb shunda xulosalangan deyish bo'lamdi. Yani resmi bir nazariyasi bilan, resmi bir qoidasiga tushirib mustaqillik harakati qilib baxmuduq. Yani biz manda o'ylaymiz. Nima bo'lsa, masalan, namoyish qilib, Uyg'urlar va inson haqlari desa bu mustaqillik demaydi-ku. Agar bir odam chiqib bizga mustaqillik desa, namoyishda bu mustaqillik deydi-ku deb o'ylaymiz-ku. Amaliyotda bu namoyish maydonlaridagi bu narsalar faqat muhim emas. Muhimi qaysi tarafga qadam ilyapmiz, bosqichlarda qaysi tarafga qadam ilib harakat qilyapmiz degan narsa muhim-ku. Biz shuning uchun mustaqillik degan tarafga qarab qadam ilib meni baxmuduq. Tamam, unda men bazı savollarni biraz ciddi so'ray. Bayatın beşideki ovozim qaytyapti sizdan. Ovozim sal yo'qotib berdim. Mening ovozim sizdan qaytib ketyapti-ku, menga tekrar. Unda bo'lsa
Mundaq so'rayli. Bayatın avtonomiya haqida og'iz ochgan vaqtimizda avtonomiyaniki vaqt o'tib ketgan koni gaplarni ko'tarib chiqib, shundan lazzatlanganlar chiqdi degan bir imkonsni ko'rib biz yaxshi ko'radigan do'stlarimizdan. Ammo sizning izohatingizda ovozingiz anglanmadi. Ammo telefondagi sistemni qaytadan bir qayta qo'zg'atdim telefonimni, hozir dashnaga qo'ydim. Men faqat ovoz anglanmadi. Dashnaga urib baqay. Ama o Skype'dan ya o telefondaki neyse genel sistemanda kiriş olup kastı vaxtıda amal yok oldu. Hele aşı Skype'dan. Keçirsizlar qarindoshlar. Allah hayırlı. Yaxshi o'tdi. Biraz vaqtimizni qachirib qo'ydik. Men savollarni biraz jiddiy so'rashtirishay. Oldu. Bu qitim keçirsizlar qarindoshlar, mening telefonim faqat bu davomli Ahmadjonning texnikalik nimdan chataq chiqadi. Bu qitim mendan chiqdi. Mening telefonim biraz sistem biraz bearam bo'lyapti. Xo'sh. Avtonomiya haqidagi gapning vaqt o'tib ketgan gapdi. Bu to'g'risida yana koni gapni koni hamonni ko'tarib chiqib bundan o'zini xo'sh qilayotgan shakldagi inkoslar bor-da. Ya'ni mujna qaratqanlar bor deydigan. Ammo sizningki bayatni sunganlaringizda bu avtonomiya degan so'zningki takror tilga ilinmas tufaylidan uning iboralarida o'zgarish ilib qolganligini, ya'ni chapan almashtirgan bo'lsa-mu ichki o'zbek qolganligi to'g'risidagi nimalarni tushungan bo'ldik. Undaqda beshida avtonomiya so'zningki amaldan qoldirilishiga sabab bo'lgan shu qitimni qarorda 3 xil tanlashni o'ttirib qo'ygan fikr bo'lgan shu chog'da. Avtonomiya shuning ichidagi birsi deyildi, birsi mustaqillik dedi, ya'ni birsi aylanib kelish bo'ldi, ya'ni mustaqillikqa aylanib. Bunda avalasida hozir dunyo urqutining oxirgi nimasi, xulosasidan chiqqan nimasi o'z taqdirini o'z belgilash bilan mustaqillikni ikkisini o'xshash vaznda ko'rib, oxirgi nimasini tanlashini mushu o'z taqdirini o'z belgilash yo'liga mangadiganligini e'lon qilganligini ko'rdik abiyatin nimada, siz yo'llagan dalilda. Sizning ko'z qarashingiz qanday? Shu ikkisi birmi? Ya'ni mustaqillik bilan o'z taqdirini o'z belgilash ikkisi o'xshashmi? O'xshash bo'lsa nima uchun mustaqillik demay buni tanladi? Men bunga javob berishni burun oldi bilan bunda bir narsani deyay. Avtonomiya degan burunqi narsa tugidi emas. Ish gapdan oldin ko'rdik avtonomiya tugamabdi, yig'indik o'tirishlarni ko'rdik. Ahvollarni ko'rdik. Burunqi men misol olgandek ekranlarda nimalar deyilganlarini ko'rdik. Bundaq gap qarindoshlar, bek oddiy bunda nimsinday. Hozir Sharq Turkistonda ichilayotgan lagerlarni bu hozir qilinayotgan harakatlar bilan taqdirli bo'lmaydi. Hech qaysi bilan. Taqdirli bo'lmaydi, chunki Xitoy men burun 12-oyda bir programma qildik-ku, strategiya 4 xil ssenariy va u bu deb. U Xitoy bütün hamma narsani ko'zga olmay turib, hamma narsaga tavakkul qilmay turib, hammani hisoblamay turib, Amerikaliklar manda qanday qilamiz, g'arbliklar buni qirg'inchilik deysiz, qanday qilamiz deganlarni hisoblamay qildimi bu ishni sizlarcha? Bir davlat uni hisoblamamdi. Yevropalik nima deysiz, qanday qilamiz, yana bir simanda qanday qilamiz, Angliyada sot echilsa Uyg'ur soti, ya'ni bu bir rasmiy mahkama emas. Echilsa qanday qilamiz degan hisoblamamdi bular. Hisoblab qilgan narsa. Bu lagerlarning hozirgi bo'layotgan narsalarning taqilishining yo'li Aşı biz müstakillik manga yolumuzda takılıdı. Herkesmi müstakillik deb qalayımqa qildi ki avval can qutqizimiz deganlarning bir canni qutqazg'ini ko'rdinglarmi? Lagerdan bir odamni chiqqanda kesilib 15-20 yil kesilib ketgan odam. U ya Taylandda, u ya bir yer qolgan odamni ketgili bo'ladi. Ammo lagerning ichidan chiqqanlarni ko'rdinglarmi? Lagerning ichidan ya vatanning ichidan chiqqan Saddam qarinishimizning ayoli bilan bolasi chiqdi. Men bu yerda o'chibday Saddam qarinishimizning bolasi bilan ayolni akilga ishdi, men batdim ichida. Yani can qutqazgan bu sizlar qutqazmadinglar, biz qutqazdik degandek bir ish bo'ldi-ku. Bu yerda biz mustaqillik da'vat qildik. Sizlar can qutqizish masalan
Amerikada bir qeyrinishimiz var, can qutquzimiz deydigan lagerdan qancha adam chiqdi. Lagerning ichida yetayotgan vaqtida bir diplomatik besimlar bilan. Buni hisoblasak, necha millionning qancha persenti, ya'ni asos qilayotgan shumi. Shuning uchun lagerlar shu mustaqillik yo'lida taqiladi. Bu lagerlarning taqilishi geostrategik o'zgarish, men oldingi qitim programmani bekor qilmadim. Shu G'arb bilan Xitoyning o'rtasidagi raqobatda shu jarayonda taqiladi. Men sizlarga nihoyatda oddiylar bir gapni qilay qarindoshlar. O'tgan 4 ssenariyni so'zlashdik-ku. Ya Xitoy cho'kadi, ya Amerika cho'kadi, u bu degandek esingizda bo'lsa. Men shunday bir gapni deyay qarindoshlar. Ya'ni ikki xil narsani o'ylanglar. Ya Xitoy dunyoni akutadi, yengib, g'alaba qilib, ya Xitoy cho'kadi. Ikki xil ssenariyda o'ylanglar. Ya'ni G'arb bilan Xitoy hozir qarshilashyapti. Ya Xitoy yengadi bu qarshilashda, ya G'arb yengadi. Agar Xitoy yengsa, o zaten bu da'voda bizning vatanda Uyg'ur yoki boshqalar qolmaydi zaten. Chunki Xitoy agar bu hozirgi shu geostrategik raqobat Xitoy yengib qolsa qolmaydi. Hammamizda yo'q juda vatandagi hammalarni. Ammo agar G'arb taraf yengib qolgan ssenariyni o'ylashsak, u vaqtida Xitoyni G'arb yengdi degan gap Xitoyning status o'zgardi hozirgi narsa. Bu yerda ikki xil ssenariy var. Ya Xitoy parchalandi, ya Xitoy demokratiyalashadi. Hamda biz shu Xitoy ya parchalanganda, ya Xitoy demokratiyalashganda bu lagerlar taqiladi. Undan burun taqalmaydi. Xatiranglarni jami qilinglar. Faqat shakli o'zgargan shaklda bu davom manaverdi bu lagerlar. Birdam ish chiqiladi, birdam yana bir narsa qiladi degandek-chi, lager davomlashaverdi hamda. Ya Xitoy demokratiyalashgan tugaydi, ya Xitoy parchalangan tugaydi. Unda bo'lsa, biz bu lagerning mushta soat, yana bir narsa degandek ishlarimizni Volkswagenning u bu degandek qilib mang'ashtirib, Xitoyning parchalanish ssenariysiga qarab ashtaraf turilib ma'amdi, Xitoyning demokratiyalash ssenariysiga qarab turilib ma'amdi. Biz qaysini qilishimiz kerak? Agarda Xitoyning parchalanish ssenariysiga qarab surilib masalan Tibetlar Dalay Lama o'tir yo'l avtonomiya deb Tibet yoshlar qurultiyiga va surgundagi hukumatiga qalqon bo'lib turdi xalqarada, ammo ular mustaqillik surilib ketyapti. İdeyasini yaratib bo'ldi, hamma nimasini yaratdi, hozir qurolli qismlari va Hindiston armiyasining ichida. Shuning uchun Tibetmi o'tir yo'l deb ekan-ku, bizmi o'tir yo'l deb baqayli degan 2011-yilgi hamoqatlik shu. Chunki Tibetning birinchisi xalqning rayidan referendumda o'tkazdi o'tir yo'lni, ikkinchisi Dalay Lama o'lgandan keyin Tibetliklar yana o'tir yo'l deydigan kapolatlik qila olamsizlar, mustaqillik deb chiqmamdi Tibetliklar. Ve mustaqillik deb chiqsa, uning tayyorligini qilib bo'ladi. Hozir zaten qilib bo'ldi ular. Odamlarni yetishtirdi, tarbiyaladi, qurolli qismlari, parlamentlari bir davlat qursa boshqara oladigan yakab bo'ldi. Bizchu biz namoyish qilamiz, yig'inochimiz, uning keyinda biz mustaqillik yo'lda o'z taqdirini o'z belgilash orqali u yo'lga yetamiz. O'z taqdirini o'z belgilash yo'lda Uyg'urlar mustaqillikka yetolmaydi. O'zinglarni oldimanglar, yog'iga qilmanglar. Chunki mesela Şarkı Türkistanlıklarının bu yetenmeydi deyişimde hazır, kesip deyişimde 2008 yılı Tehran bir iş var bizdenkilerin için. Halkara kanunda Uygurlarının öz taqdirini öz belgilep müstakil buluş hukukuga zor derece tesir gözetken bir işimiz var. Şunun için hazır Uygurlarının öz taqdirini öz belgilep müstakil buluş ihtimali halkara kanun boyunca nöl. Eğer bunun fikri var, ya biz bu işte kılalayımız deydiğen avukat olamdı, ya tədqiqatçı olamdı, men bile ekrana çıksın, biz iç bakaylı bütün hemen ersine, halkara kanunu, halk bir görsün. Bazı bizden öz taqdirini öz belgileş ihtimali, mandaqlı ihtimallık var. Bu yerde men bir küzetkiçi ya tədqiqatçı desem olmaydı ama küzetkiçi şeklinde desem, bizden öz taqdirimizni özümüz belgileş fakat bir vasıta bo'lib qoladi. Şarkı Türkistanning mustaqilligida, ya'ni ziminda, territoriyada bir qalayimqanchilikda biz ma'lum territoriyani qattiq kuchlar kontrol qilib bo'lgandan keyin xalqarada
bu mustaqilligimizni yoki bo'lmasa shu vaziyat ahvolning o'zgarganini xalqaro qonunda qonunlashtirish va xalqaro siyosatni mashrulashtirish uchun o'z taqdirini o'z belgilashni qilamiz. Ammo undan burun biz bir territoriyani ilishimiz kerak oldida. Uni olmay turib, masalan, Xitoy demokratiyalashidi. Lekin Xitoy demokratiya bo'lganki, nayt yaxshi, bizga o'z taqdiringlarni o'zinglar belgilanglar deydi. Ma'qul referendum bilet tashlaymiz, mustaqil. Hozir Uyg'urlar u yerda 50% tushib bo'ldi. Xitoylar bilan bilet tashlab yengalamsa, bir. Ikkinchisi, u Xitoylarning bilet tashlash huquqi bo'ladi albatta. Chunki sen Uyg'ur deb, Uyg'ur avtonom rayonining asas u yerga kirgan Xitoylarni e'tirof qilamiz Xitoy hokimiyatini. U yerda saylamda yenganmaysa, hozircha qaranglar qarindoshlar. Biz o'z taqdirini o'z belgilab mustaqil bo'lamiz degan narsa 10 yilning ya 15 yilning oldidagi narsalar bugungi o'xshamaydi. Bugun vaziyatlar o'zgarib ketdi. Men ishonima, bizning tashkilotlarimizning ishchiliklarni o'zim ishonmaydi bu gapga hozir. deb qarayman. Ovozni bermaydigan telefonmi yo menga ovoz anglanmayapti Ahmadjon. Jimmi turib ketdingiz, mute qo'yibsiz ovozni ichitamsiz. Ketib qoldikmi? Alo? Ovozingiz taqaq Ahmadjon. Bir o'zimga bir önem ko'rgan bir diqqat qo'zg'agan bir savollar bo'lyapti bu yerda. Mana bu savolim bor. Boya Dillar apaning bir savollarga javob bergandek bo'ldi. Agar bizningki hozirgi mana shu diasporadagi Uyg'ur tashkilotlari lamzalli, solamchi siyosatni ipamgan bo'lsa, bizning vatandagi siyosat, ya'ni Xitoy bu qadar bizni ezib qilalamdi. Shunga bir javob bergan bo'lsa, ya'ni biz kuchli bir haqiqiy siyosat o'ynagan bo'lsak, Xitoy bu qadar haddini oshgan bo'lamdi, bo'lmamdi. Shunga bir javob bergan bo'lsanglar. Rahmat. Xitoy bu bizni yo'qotishni qiladi. Mayli u kommunist Xitoy bo'lsin, hatto demokrat Xitoymi bizni yo'qotadi. Bu o'rkash davlat depandim yig'inida debdi, we need to have faith on our Chinese Democrat friends. Xitoy demokratlarning ko'dinglarni Beijing shuni yana biz Sunjong Senni ko'rgancha bizni assimilyatsiya yo'qotishning planini soqqandi. Ko'rdik qo'yamiz. Shuning uchun Xitoylar mayli qaysi Xitoy bo'lsin, Sharq Turkistonliklarni assimilyatsiya qilib yo'qotdi. Qing sulolasi shuni qilgan, Kuomintang shuni qilgan, Qing Saymi shuni qilgan, Kompartiyasi shuni qilgan, hammasi shuni qilgan. Shuning uchun ularning qildig'ini shu, kimda bo'lsa qiladi. Ammo bizning Sharq Turkiston harakati, chet ellik Sharq Turkiston harakati hech bo'lmasa, yana ular ta'sir ko'rsatmasmi, Tibetlarning oldidek tez suratda qadamni chaqan menib tayyorlig'ini qildigan yerda qilmadi va shu yillarda hamda Sharq Turkiston surgundagi hukumati Dunyo Uyg'ur qurultiyining 10 yil 15 yil jidilini ko'rdik hammamiz. Amaliyotda shu vaqtlarda bu masalalarni hal qilib bo'lish kerakdi. Shu vaqtdagi tashkilotlarning ichidagi barliq rahbarlar hammasi tarixda ularning mas'uliyat tutirish qilindi. O'tgan 15 yildan qanday zoya qilindi, isrof qilindi. Tamam, bir telefon tekrar kelib ketdi, anglaydi. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ovoz keladi. Anglatimiz Abdulla apaninga qilaman. Men Abdulla Tursun. Dillar apaning so'raydigan ikki savolim bor. O'zi davatida Sharq Turkiston surgun hukumatining planlari nihoyatda arzu-armonlari yaxshi qurilgan tashkilot men qo'llayman deydi. Nima uchun o'zi xohlagan bir yaxshi ko'rgan tarafda bir hukumatda vazifa olmaydi? Bu bir. İkincisi, o'zi qurgan Sharq Turkiston yoshlar qurultayining mustaqillik xitobnomasini nima uchun o'zining tor betida e'lon qilinmaydi? Bu ikki. Uchinchisi, Dunyo Uyg'ur qurultayi bir tashkilot o'zining yo'lida mengayotdi. Dunyo Uyg'ur qurultayi bilan birlikda raqobat qilib siyosat olib berishning yo'liga o'zi ishongan mustaqillikning yo'liga nima uchun mangmaydi?
imonga kelgan, mustaqillikka kelgan 100 minglagan Sharq Turkistonliklar yo'lda turibdi. Nima uchun ularni chaqirish bilan avara bo'lib, bir-birimizga dushman qilish bilan ishkir jiddiyatni avutib o'tadi. Mening savolim shu. Rahmat. Tamam, sizlar. Birinchi savolga nima uchun Sharq Turkiston surgunlik hukumati nima qurilgan, yaxshi g'oya bilan qurilgan, nima uchun o'zi to'g'ri ko'rgan bir Sharq Turkiston hukumatidan vazifa olmaydi dedi. Masala shuchu, Sharq Turkiston surgunlik hukumatidan birsila bo'lganda vazifa oldi. Sharq Turkiston surgunlik hukumatidan 5 va 6 va degan narsa zaten bu millatga nomus. Xalqaro sahnada bir nomus. Mening qarashim Sharq Turkiston surgunlik hukumati ning vaqti emas bizda. Chunki Sharq Turkiston surgunlik hukumatini agar qursak birini quramiz, birini quramay ikki bo'lgan kuni u Sharq Turkiston surgunlik hukumatiga biz texniya kammidik degan gap. Chunki oldingi programmada dedim, hukumat ostidan ustiga quriladi. Xalq majlisga yig'ilib, menib kelib, bir umumiy ulusal majlis yig'ilgandan keyin ashning ichidan quriladi. Shunga surgunlik hukumatning birasini tanlab kirsin zamonda degan shu birasi degan so'zlar surgunlik hukumatlarga vaqt emas degan gap. Ikkinchi savol demakki, ikkinchi savol esimda ikkinchi. Bizning Sharq Turkiston yoshlar qurultiyining mustaqillik xitobnomasini nima uchun to'g'ri qo'yolmaydi dedi. Bunda biz qaranglar, Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi Myunxen xitobnomasi yoki yana bir narsa degandek bir varaq qog'ozni yozib, odamlar imzo qo'yib, "O" deb qo'yatmaymiz. Biz Sharq Turkiston yoshlar qurultiyining nizomnomasida baylosning ichiga Sharq Turkiston mustaqilligi degan narsani kirgizib, biz Sharq Turkiston yoshlar qurultiyining nizomnomasini, ya'ni Constitution deb atalgan o A darajada yo'g'onab ketgan vaqtida bir modda qonunda o'tkazyapti. Bu narsa hozirgacha hech qanday tashkilot qilib boqqan ish emas bu. Hech qanday tashkilot hozirgacha. Masalan, Dunyo Uyg'ur qurultiyining nizomnomasi bor. 2,5 varaq, 5 bet. Hozirgi nizomnomasi. Shuning uchun undan narsa emas bizning qilayotganimiz. Bizning qilayotgan narsamiz intayin mukammal, ya'ni kelgusi avlodlarga tashkilot kiriblar bir jidal chiqib, masalan, bog'u rais ani tushirib o'tamdi yo majlis raisini tushirib o'tamdi degan bir jidallar var. Masalan, surgunlik hukumati prezident parlamentni tahdid etdim deydi, parlament biz seni tushirib etdik deydi. Asos qonunda uni men ma'nodan foydalandim deydigan bir narsa yo'q. Shuning uchun bizda ashuna ehtimolliklarning hammasini o'ylashib, kimni tushirib o'tadi, nima ish chiqsa nima bo'ladi degan shaklda butun bir bylaws constitutionni biz modda qonunda o'tkazyapmiz. Bu unda oson narsa emas. Masalan, biz birinchisini beramiz, u bo'lgan narsani advokat ko'rib bizga qaytardi, miya qonunda o'tmasligi mumkin deb taklif berdi. Biz uni yana o'zgartamiz. O'zgartganda ilgari musobaqaga o'tirib o'zgartmaydi. Her bir chekitlash o'zgardigan vaqtida biz umumiy majlisimizda har bir davlatdan kelgan 2 dan vakil, 5 davlatdan 10, men bilan 11 odam modda chekitlashni ovoziga qo'yib o'tkazamiz. Bir odam o'tirib yozgan narsa emas bizniki. Shuning uchun u advokatga 3-4 qitim berib keladi. Advokat o'zining taklifini ayyan o'zgartirib miya o'tmaydi deydi. Shuning uchun bizning qilayotgan ishimiz bir qitim bo'ladi. Ammo Sharq Turkiston yoshlar qurultiyida bundan keyingi süreçte nizamname, jangi jidal masalasi bir yıldızda oldu. Çünkü onun kendi kanun bulundu. Reis men çıktım, sen düştün, anı men boşalttım. Bütün jidal bu bizden teşkilatlar. Şu narsani biz yıldızdan al koyduk. Şunun için virüs sebepli bazı narsalar kechikdi degandek şu. Bu advokatlar işlerinde her bütün bir narsa o'zgarsek biz ovoz qo'yib o'zgartimiz. Çünkü her bir a'zo her bir peş çekitini okup avaz tashlash kerak. Çünkü o'zlari bo'ysunadi. Ertugün qonuniy javobgarlik bo'ladi qonunda o'tgandik. Çünkü bizning nizomnoma deb qilayotgan narsamiz boshqa hech qaysi tashkilotlarga o'xshamaydi qarindoshlar bizning qilayotgan ishimiz. Amki 3-chi savol nima uchun o'zlari yuzlagan qarindoshlarni yig'ib nima qilmay Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshqa tashkilotlar bilan hapilishib qoldi dedi. Yaxshi savol. Bundaq gap. Dunyo Uyg'ur qurultiyi yoki ABM qarindoshlar, ABMdek tayyorliklar bilan ko'rishib yo yana bir narsa bilan ko'rishgan vaqtida Uyg'urlar bulardan nima kutadi? Biz Uyg'urlarga vakillik qilamiz degan iddaosidan voz kechmasa,
Biz mayaqda onunğa qarşıya onun qoşulmaydigan başqa ishni qilaversakmi, ular bizga vakolatan so'zlaydi. Tushundinglarmi? Shuning uchun, masalan, Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'urlarga biz vakillik qilamiz degan yag'anda yozib olgan jumlasini o'chirib o'tib, biz Dunyo Uyg'ur qurultiyi bir tashkilot, manda odamlar bilan qilyapmiz desa, Allah yo'lini ochib qo'ydi, hech qanday ishga aralashmaymiz. Masalan, biz Ma'rif tashkilotining bir ishiga aralashib baxtmi? Amerika Uyg'ur jamiyatining bir ishiga aralashib baxtmi? Yo Uyg'uriston ozodlik tashkiloti, jiq tashkiloti bor. Birisining bir ishiga aralashib baxtmi? Chunki ularning iddaosi yo'q. Butun Uyg'ur hammaga men vakillik qilma degan iddao yo'q ularda. Unda o'qandikin hamma tashkilotlar o'zining mangan yo'lda mavdu chiqisha olsak bilmaymiz, chiqishamsak ayrinmaymiz, hamkorlashqayda hamkorlashimiz. Ammo birisi chiqib, men hammaga vakillik qilma degan vaqtida va uni chet ellikning oldiga berib, hammasining vakili men degan vaqtida bu yerga diqqat qilishimiz kerak. Chunki o hammamizga vakolatan tayyorgarlikni ko'rishmay, yana bir so'z ko'rishmay desa, u yerda mashruiyatini so'rashimiz kerak. Amaliyoti yo'q qarindoshlar. Bu Dunyo Uyg'ur qurultiyining barliq Uyg'urlarga, Sharq Turkistonliklarga biz vakillik qilamiz deyishi Hidoyatullo O'zxon apandimga haqorat ya. Hammasiga sen vakillik qilsang, u yiningdiki nima yana to'gining quyrug'imi, lokusimi u, sen to'gi bo'lsan. U ki hech kimga vakillik qilmamda, uning senden başka teşkilat yok. Masaya hammasiga vakillik qilsang, uni nima qo'ltiqlab yursa. Tushundingmi? Ya'ni bu mashruiyat bu masalalarni so'zlashadigan vaqtimiz keldi. Xalqdan o'y ol, xalqning ra'yini ol. Agar xalqni qilolmasang, tashkilotlar ayrim tashkilotlar son har birsiga. Uningdagi ashada bir to'pla hammasini, uningdagi gap qil bo'lmasa, Dunyo Uyg'ur qurultiyi olamdi ya biz olamdiq ya har qanday tashkilot hech kimning Uyg'urlarga vakolatan, butun Sharq Turkistonliklar vakolatan gap qiladigan salohiyati yo'q. Buning qonuniy asosi yo'q. Mashru asosi yo'q. Buni nereden aldinglar desa, burungi cho'nglar buni bizga qoldirib qo'ygan deb javob bergan shu. Hamda kechirsizlar, lekin bu cho'ng dadangning cho'pligimi bu cho'ngdan ostiga miros qoladigan. Bu siyosiy ish bu, buni xalq va miyada, xalqning ra'yi va xalqning irodasi va xalqning ancha-muncha tansiyonini o'lchab, bu xalq vakillik qilyapti, qilmamdi. Ya'ni bu da'vo menga buvamdan qolgan. Xalq pulni versa bo'ldi, savol so'ramanglar. Pulning hisobini bermayman, nizomnomamni ko'rsatmayman, tiqib qo'yman, ammo cho'ng dadamdan bu da'vo men qolgan, hammalarga vakillik qilaman. Haydi bismillah, biz tayyorgarliklarni ko'rishimiz. Bunda qilsa aralashmay qana qilmaymiz. Shuning uchun mani manda yana bir nuqtani ta'kidlab qo'yay. Ya'ni bu mashruiyat, bu masalalarda qarindoshlar. Biz hozir Facebookda oldi bilan bizning nimamiz shu. Ba'zilar deydi, nima tishidagi ishlarni qilavermasdan ishchilik ishlarga kirishib oldi debchi. Bizning tishidagi qarindoshlarimiz qilyapti bu ishlarni. Buning hammasini birdan ko'z tutishni hojat yo'q. Masalan, bir narsa hozirgacha Urumchiga tekshirish o'miga vatanlar deb hammaga shuni kuchatimiz. Urumchiga tekshirish o'migini biz avatdik tunji bo'lib. Ya'ni Volkswagen shirkati Urumchidagi zavodga tekshirish o'miga avatdi bizning talabimiz bilan. Va bir tane doklad yozib qaytib keldi. Bu dokladda nimalar yozildi, qanday narsalar bor? Shu doklad kelgandan keyin bular bizdan qechishga tirishyapti, chunki dokladda o'ziga foydasiz narsalar keldi. Shuning uchun biz ishimizni qilyapmiz. Har qaysi parlamentlarga, hukumatlarga aloqa yozish, yana bir narsa bo'lyapti. Ammo bizning ishimiz ma'lanikidek unda oson emas. Biz Sharq Turkiston ulusal kimligi deb chiqamiz. U yerda ishlar taqiladi, ba'zi ishlar ichiladi. Ammo ichilganda bizning nimamiz aniq, irodamiz aniq. Biz masalan buludek gapni yo'gap bishirib kelganda o'z taqdirini va o'z belgilab Xitoyni ko'rganda Feychangandong deyishimizdan hojat yo'q. Biz aytimiz aniqmiz. Shuning uchun bizning yo'limiz tez bo'ladi hozirgi sharoitda, ammo kelgusida u ichiladi. Ammo bunda parallel necha tarafdan mengayotganda bir taraf Uyg'urlarga biz vakillik qilamiz degan shaklda hattoki chet elliklarga chiqib boshqa tashkilotlarni ular vakillik qilmaydi, ular radikal deb chiqqan ishlar bor hozir. Shu bizdan monopolchi. Agar rad qilsa biz isbotini ko'rsatamiz. Agar bunda bo'lsa oldi bilan ishchi xalq bir tushunsin. Nima shular avtonomiya masalasi bormi yo'qmi, meni tushunsin.
Aşı Xitaylıqda görüşkən nəsə xalqның vicdanıga vəkillik qılamdı xalqның iradəsiga. Düşəngəndən keyin ondan keyin Twitterga biz mi çıxalayımız qarindaşlar. Həmmə nərsəyə çıxalayımız. Bu chet el tillerini mana şuninglar cho'nglardan yoshlarning chet el tili yaxshiroq. Qancha xil tilda qolsa, shuncha xil tilda hem davoni qilgash, hem mashruiyat masalasini savol javobni qilamiz aytib. Oldida xalqimiz nima ish bo'layotganini tushunsin. Ondan keyin o chet el tiliga kelamiz. Ammo bir narsani hargiz unutmanglar qarindoshlar. Biz har qanday savolinglarga javob berishga tayyor. Mayli Clubhouse olsun, Clubhouse'da bizni uzun oturup ketdi bazılar ranjiganlar yoki hayron qolganlar yoki o Clubhouse'dagi yerda biz har qanday savolga javob berish uchun biz tayyor. Oldi bilan xalqning qallasidagi savollarni hal qilishimiz kerak. Biz tayyor. Tamam. Xalq savol so'rasimi biz tayyor. Billi ekranga chiqishga biz tayyor. Shu avtonomiya bu masalasi to'g'riliq shu tashkilotlar bilan. Ammo sizlar savol so'rsanglar, xalq savol so'rsa, sen qancha pul berganding degan tashkilotlarga shuni bilinglar qarindoshlar. Xalq bütün huquq, bütün kuch asli xalqda. Agar xalq bütünü buzgan kuni hamma narsa o'zgaradi. Chunki o'ylab qo'yinglar, shu yig'inlar ichilgan vaqtida biz shunda qattiq inkos qaytarmay, xalqning noroziligiga, o'sha hissiyotiga biz bir vakil xarakterlik mushtanasini bildamisak, bular javobni bermaydi xalqqa. Keti burada o'zining qonunligi o'zi chiqib o'zining gapini takrorlab so'zlab yodlab olgan gap bo'lmaydi. Ammo biz chiqqashqa, xalqdagi norozilik hissiyotga biz bir tarjimonlik qilgashqa, ani ifodalashga qarsanglar 4-5 yerda chiqib, buning xalqning ko'nglini elishga tirishyapti. Unutmanglar, xalq bütün kuchlarda. Sizlar mustaqillik olamiz desanglar, mustaqillik yo'liga mangdi bu ish. Sizlar avtonomiya olamiz desanglar, avtonomiya yo'liga mangdi. Bu qitim xalqning ko'zini paqirtib qo'yib turib, gapni o'ynab u yoqdan bu yoqqa cho'giltib boshqa yoqqa aktidigan ish inshaalloh bo'lmaydi. Chunki bu qitim yoshlar bor. Bu yoshlar bütün Uyg'urcha, bizmi deb inglizcha boshqa bir gap qilgan ishning hammasini inshaalloh xalqqa birdan ko'z tutamiz. U Sharq Turkiston surgundlik hukumat qurilgan vaqtidagi cho'ng buvaylar yo'q. Ularning qarshiladi. Uyg'urcha gap bilan aldab, inglizcha gapda boshqa gapni qilib ketaveradigan ish tugadi. Bu davr tugadi. Uni biraz institut vaqtida shuni degandim, bu davr tugadi deb. Bu davr endi tugadi qarindoshlar. Bu programni biraz uzartib qoldik. Keyin ko'mak ta'sir bo'ldi ekan, bu 2-3 soat vaqtimiz yo'q bizning deydigan. Ammo vatanning istiqboliga, xalqimizningki istiqboli munosabatli so'zlanayotgan chog'da 2-3 soat vaqtni agar sarf qilolmayman desa, u odam bundan bek unumli ish qilayotgan bir odam bo'lishi mumkin. Shunda unumli xizmat qilayotgan qarindoshlar bo'lsa, biz xizmatida bo'ldi. Ularning unumli xizmatlarga inshaalloh kuch qo'shamiz. Bu bugungi programmaning o'tirish chiqishiga va oldingi programmaninki ya'ni xalqningki diqqatiga sazovor bo'lishida yoshlar qurultiyi tarafidan bayonot e'lon qilindi-da, ikki tashkilotdan juda bo'lganlik to'g'risidagi. Bu vaqtda bir ozroq ekran orqali bir izoh berishni muvaffaq deb qaradim men. Bo'lsa bu shaxslarga to'xtalgan bo'lsak, nima uchun shunday bo'ldi? Uning oxir ko'rinishi nima? O'zaro diplomatik munosabatlarda yillarcha elib berilgan suhbatlarda oqibat zanjirini uzgan narsa nima? Bu shaxsga biraz to'xtalgan bo'lsak. Yani biz Abay dinimdek Uyghur Tədqiqat İnstitutunun otursuzda turuşu bilen, yani bir taraf turuşu bilen alaqalışıp durduk. Resmi yığından, resmi bir nesini münazara kılıp yetişken yığından belki 3-4 buluşu mümkün. Ama menen qatnaşqanim işki. Şeklide iştik. Ama Uyghur Tədqiqat İnstitutu bilen bu alaqamız olsun, yoki bizim fikirlerimizni bildirish bo'lsin, bu yo'lda men tutdim. Mundaq gap. Biz Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi odam bilan kishilik munosabat biz uchun muhim emas. Mesela siz mening do'stim bo'lishingiz yoki men bilan chiqishamasligingiz shaxsiy mijozimizdan chiqishi u biz uchun muhim emas. Biz uchun qizil sizoq muhim, Sharq Turkistonning da'vosi muhim. Abay dinimdek Abay davlatning teslikatdi. Xitoyda ikki xil ehtimollik bor. Ya Xitoy yengidi ya mag'lub bo'ldi. Xitoy mag'lub bo'lsa,
biz aşı senariyoga tayyorlik qilamiz go. Xitoy yansi zaten hemmamizni yeb o'tdi. Xitoy mag'lub bo'lsa, mustaqil bo'lamiz. Xitoy demokratiya alışandı. Bu yerda bizning talash tortishimiz. Buni xalq bilish kerak, tushunish kerak. Lagermi shu vaqtida taqildi qarindoshlar. Mustaqillikni qo'yib turib, avval lager taqolgan ish yo'q. Taqalmaydi lager. O'zinglarni aldimanglar. Shuning uchun bizning nimamiz hamda eng asosiy nimani kesishimiz, ya'ni biz Dunyo Uyg'ur qurultayiga Uyg'ur tadqiqot instituti orqali fikrlarimizni, xato bo'lgan narsalarni, masalan, shu avtonomiya degan gapni demaymiz deb qarorni o'zinglarga tinglar, bulu desa nima ish qilib to'xtatmaysizlar degan shaklda gaplarimizni, fikrlarimizni yetkazish, xalqning oldiga to'kmay, yeb-xiyada bu masalalarni hal qilish uchun birga keldik. Ammo biz shuni bildikki, Uyg'ur tadqiqot instituti o yig'inlarda ne bizning gap qilishimizni qolmaydi. Ya'ni yenimizda bor, sizlar dars anglanglar fikrlarim shaklida, muomalada, ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultayi chapan yepish, ketmini chepish, ularga biz fikrimizni bildiramiz desak, ya'ni bunday vaqtda betaraf mustaqil institut ekanligini ko'rmadik biz. Ya'ni kasbiy til bilan desak, establishmentning bir parchasi. Siyosat bildiganlar tushundi uni. Xo'sh. O undaqda bu Uyg'ur institutininki vazifasi Dunyo Uyg'ur qurultayining qilayotgan ishlarini mashhurlashtirish va yo'lliq ekanligini ilmiy isbotlash asosiy maqsad qildi ekan deb tushunsak bo'ladimi? Uyg'ur tadqiqot institutining qilish tegishli ishi butun davoni Sharq Turkiston mustaqillik yo'liga tayyorlash va Sharq Turkiston mustaqilligining asosini, akademik asosini yaratish bo'lishi kerak aslida. Ammo bizning belgilansa shundan sharhlanganmi yo'qmi? Shundaqdir, ya'ni tashkilotlarning o'rtasida betaraf bir organ, akademik organ va Sharq Turkiston mustaqilligi to'g'risida shu vatanimizning da'vosi ular mustaqillik deydi, hech qancha avtonomiya uchun demaydi. Sharq Turkiston mustaqilligining akademik asosini yaratishda hamda har qaysi turlar bo'yicha. Bu yerda hamda ammo bo'lingan narsa nima amaliyot desa, ma'lum Uyg'ur tadqiqot institutining tadqiqotchilari bilan 5 yillik odamda aloqada uzuklik bor. Ya bu tadqiqotchilarning hammasi bir narsa deydi. Masalan, ko'rishlar, eng tipik oddiy misoli tadqiqotchilari biz bilan birga avtonomiya degan ma'nosi xato, Xitoy demokratiyasi chatoq chiqadi deb to'g'riladi, biz bilan tam fikr bayon qilib, nurg'a odamning ko'nglini og'ritdi. Ammo 5 yillik odam bular ko'nglini og'ritib tanqid qilayotganlarning topida, chiyida, internetida yuraverdi. Ondan keyin Dunyo Uyg'ur qurultayi bilan bo'lgan masaladami, yana ashadimi, ularning to'g'risimi, xatosimi, hech qanday gap yo'q jimmida. Uni chiqib, ani mashhurlashtirish rolini o'ynaydi. Bu narsa xato. Aslida mening savolim javob chiqmadi-da. Undaqda maqsad qurilishdagi o institutning qurilishiga maqsad g'oyasi Sharq Turkiston milliy mustaqilligining yo'llarini ijod qilish va tashkilotlar orasidagi bir birlikni yoki bir unumli xizmat nimasini qurib chiqish bo'ldi deb tushungan bo'lsa, tashkilotlar orasidagi munosabat emas, akademik organ, bilim bilan yapilishadigan organ, siyosiyligi, Dunyo Uyg'ur qurultayining maydoni va uning tutqan yo'li. Hatto ularning Dunyo Uyg'ur qurultayining siyosiy yo'li bu akademiklarning akademik bilimdagi maydoniga qarshi bo'lsa-mu, yana ularni qo'llayvergan. Undaqda bu shu qalpoq ostida boshqa biznesining vazifasini o'tayotgan bo'ladi ekan unda. Ilmiy organ shaklida bizning ko'rganimiz, ya'ni mustaqil bir akademik institut shaklida ko'rindi. Va bizning bayonotimizdan keyin bizning anglashimizcha bu Uyg'ur tadqiqot institutidan sizlar mustaqil akademik organ emas ekansizlar deb istifa berganlar bu. Tadqiqotchilar. Tamam, undaqda o institutning qilgan o ishi bilan qanday qilib Dunyo Uyg'ur qurultayi bilan munosabatni uzishga u sabab bo'ldi. Kimning uzishiga? Ya'ni Dunyo Uyg'ur qurultayi bilan bo'lgan munosabatni uzishga o Uyg'ur institutininki qarori yoki xarakteri qanday sabab bo'ldi deysiz? Yo, bu institutlar desak bo'lmadimi? Hozir deganlarim Uyg'ur tadqiqot instituti bilan munosabatni uzishning sababi.
Dünya Ha. Uyghur Kurultayı bilen münasebetini üzüşünün sebebi zaten abiyamla yağdağıtımın o. Hemisi biz vekillik kılımız. Ha. Hata, hiç kanda kanuni meşru asası yok. Hı. Onun kendin anda özü ağan kararı mesela abdonomiye, siyasi abdonomiye küreş kılımız demiş toxtatmaysa demeydi. Ya Dünya Uyghur Kurultayı doğruluk nemi uzurap gap uzurap diyen Tamam. Tamam. Düşünüşük oldu. İki telefon var, ben kaytarıp öteyim. Ondan keyin biraz qısqartış terişler ma vaqt uzrak tutib qoldi. Assalomu alaykum Turg'unjon. Ovozlari Ahmaddan bog'landi. Biraz so'z. Aleyküm assalam. Deyishingizda. Rahmat. Ovoz. Assalomu alaykum. Ulandimi ovoz? Ha. Aleyküm assalam. Aldım ben. Assalomu alaykum Ahmedjon. Assalomu alaykum. Nima Musa efendim? Dilyar Musa ya. Ümit Musa ya Dilyar Ümit Musa efendim. Ait baştan ahire anladım. Ait yaxshi bir program bo'ldi. O'zimizni hozirgi menayotgan siyosiy tashkilotlarni tushunishda ko'p rahmat aytaman. Menimki qisqalashki savolim bor. Ovozim anglandimi? Anglatimiz davaslar. Anglatimiz. Savolim bor. Birisi şu baştan ahir hozirgilari ko'plagan programmalarni tafsil anglab chiqdim. Dilyar Musa efendimninki. Chiqishini so'zlayotgan. Sharq Turkistonninki ozodligi, mustaqilligi va davlatimizningki asli kirish uchun Uyg'ur vaziyati, xalqaro vaziyat, Amerikaninki planlari yaqinlab kelyapti. Biz bunun qarta tayyorlikni chet eldagi tashkilot va Uyg'urlik kuchaytirishimiz kerak degan taraf kerak. Diqqatni qartyapti xalqimizning tashkilotlarininki Dilyar Musa efendim. Meniki so'ramoqchi bo'lgan savolim Amerikaninki shu Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti bilan bo'lsin, BDT qo'shinlari bilan bo'lsin. Xitoy parchalanmasin, bu askarlar zaten kirmigicha Urumchi tashqariga bu Xitoy ketmaydi, vatan mustaqil olmaydi hamda. Mushu Amerikaninki plani qancha yildan keyin ijro bo'lar? Kelar yilmi, 5 yil ichidami, 10 yildan keyinmi sizning kuzatganingiz qanchalik muddatni ko'z oldingizga o'tkazdi? Bu birinchi savolim. Ikkinchisi, bu 50 yoshdan oldi keyingilarninki 70 yildan buyon nurg'un majrolari borki, 70 yil, 30-20 yil, 4 yil so'zalgan. Buni tashlab o'tib, chet eldagi o'zingizga o'xshash bir turkum 40 yoshdan oldi keyindagi ziyolilardan bir 20 yig'ib, xalqaro bir tashkilot shaklida o'tirib chiqib, yoshlar qurultayini saqlab qilib, xalqni kayningizga elib, tayyorlik 5 boshqasi ijro qilishni o'ylashmoqdingizmi? Rahmat ishki so'rab. Rahmat. Endi birinchisi kelgusida mancha yilda bular askar boshlab kirdi deyish u to'g'ri emas. Chunki biz kesib qanda deyamaymiz. Ba'zida ishlar uzraydi, ba'zida qisqaraydi, ba'zi narsalar biz o'ylagandan tez o'tib ketadi. Masalan, hozir Avstraliyaning mediasida Xitoy Tayvanga hujum qilsa biz Xitoyga urushimiz degan gaplar chiqib ketdi. Buni hech kim o'ylamagan gaplar. Shuning uchun endi bu shu vaziyatning taraqqiy qilishi ya munosabatlarning yumishishi, qattiqlashishi bog'liq endi. Bir tarafdan vaziyat qattiqlashyapti desak, bir tarafdan Trump bizga tahdid deb cheklayotgan Xiaomi shirkatini Biden tahdid emas deb chiqaryapti partizmlikda degandekchi. Shuning uchun bu yerga kesib bir narsa deyamaymiz, ammo ma'ni deyalaymiz. Bizni mustaqil davlat qurish degan yo'limizga Amerikaliklar to'g'ri ishonmaydi. Ya'ni g'arb kishilar bizga ishonmaydi. Yani bizga davlat quribimizda va'da qilgan shu yo'qchimi qarindoshlar hech qaysini o'zinglarni oldim. Sharq Turkistonliklar davlat qurib, boshini tutib tura oladigan va ichida hech qanday jidal chiqarmay, bijbisol so'qashmay, yevatmay, qarashada turib qola oladiganligini isbotlash kerak. Bizning akademiklarimiz hozirgi qarinishimiz degandek, akademiklarimizdan boshqa turadigan yeri shu. Men mandaq bir narsamda ya bo'ldi. Buni klapasladim, jiqtab ketdim, jig'illadim, jiqtab ketdim. Va ochiq xalqiday qarindoshlar bizning akademiklarimiz ishini qilmayotdi. Har qanday ishning eng oldida siyosatchidan, yana birsidan burun
akademiklar mana biz ziyolilar deymiz, biz asl to'g'risi akademik. Mushu Sharq Turkiston yoshlar qurultoyi qurilib hozirgacha o'qishmagan yoshdagi, o'qishmagan tarafdagi cho'ng, kichik, yosh, ayol, qiz, o'g'il men yamanjiq odam bilan so'zlashdim. Yamanjiq odamga mundaq aytganda yolvurdim rostini desam. Bir akademik grupi tashkillanglar, akademik bir 5 kishilik, 10 kishilik guruhlarni tarixchilar, sotsiologlar yana birlari deb. Ammo hech qaysi qilolmadi. Uyg'ur tadqiqot instituti buni qildi, ammo Uyg'ur tadqiqot instituti qiladigan ishni kesib qilmadi. Masalan, Sharq Turkistonning ishg'ol bo'lgan tarix to'g'risida hozir qancha yil bo'ldi biz yozyapmiz degili chiqmadi texchu. Ya'ni bu 70 yildan yaxshi chiqishi kerak narsa. Mundaq gap. Biz oldi bilan bizning aktivistlar ko'choch vaqirashdan burun, siyosatchilar maydonga kelib o'tirishdan burun, masalan biz chet elliklar bilan ko'rishib, nima qilishdan burun akademiklarimiz harakatga o'tishi kerak. Eng avval ziyolilar. Ular bizning qo'limizni kuchlantirib berishi kerak. Masalan, buni Erkin Akram efendimning kitoblarini debdi. Men bu 5 kitobni deb normalda men desam, Erkin Akram efendimning kitoblarini degan gapni angladim. Biz cho'qim hozir men 5 qo'shilgan bir hozir men jiddiy Xitoy qarshilikda menimcha Xitoyni tushunamdiq shaklida bir Xitoyning tarixini yaxshi bildiganlar bir kitob yozsa yaxshi deb o'ylayman. Ya'ni qarindoshlarimda o'ylanglar, G'arbning siyosati, G'arbning strategiyasini tuzdiganlar akademiklar, siyosatchilar va biznes odamlari, tijoratchilar. Biz hozir tijoratchilarga burun hech nima qilolmaydi, ularga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Chatig'i yo'qdi biz bilan. Hozir tijoratchilarga biz do'konini boyqut qila olamiz. Shu hozirgi vaziyatda. Balki siyosatchilarga lobbichilik qila olamiz. Ammo eng muhimi akademiklar g'arib ziyolilar. Bizning akademiklar qo'lini kuchlantirib, qarshi shu g'arb dunyosidagi akademiklarni qoyil qiladigan nuqtalar bor. Buning birinchisi bizning vatanimiz koloniya qarindoshlar, colonize bo'lgan ya'al. Xalqaro qonunda abayman degan 5 bosqichga o'tadigan decolonization mustamlikani asli qaytaradigan narsa bor. Bizning vatanimizning colonize bo'lgan yash kelganini isbotlaydigan birinchi kitob, ya'ni tarixda bizning mustamlik bo'lgan. Birinchi narsa bu. Ikkinchi narsa sotsiologik asosimiz, ya'ni agar davlat qurilsa, Uyg'ur, Tungan, Qozoq, Qirg'iz hammamiz bir-birimizni yevatmaydigan, jidal qilmaydigan shaklda sotsiologik asosiy ayadagi xalqlarning birga yashay oladiganligini isbotlash kerak. Uchinchisi bizning iqtisodimiz, ya'ni iqtisod deganda o'tmishda bizning iqtisodimiz qanday sanoatlashgan, masalan, musobaylar eng chong rol o'ynagan uni hammaylar biladi. Uning keyin Xitoy qanday vayron qildi bizning iqtisodimizni? Bugun Xitoyning iqtisodi qanday rol o'ynayotdi bizning tabiiy boyliklarimiz, hamma narsamiz? Uning keyin kelgusida biz davlat qursak, hech kimga beqinib qolmay, qaysi iqtisod bilan putrab tura olamiz. Iqtisod tarixchilari buni yozish kerak. Iqtisodimiz tarixi-ku. İşğal tarixi, sotsiologiya, onun kendi iqtisod, onun kendi 4-cü kitab Xalqaro qonunda Sharq Turkistonning mustaqillik asoslari. Decolonization prosesini yozish kerak. Xalqaro qonunda nurg'un asosimiz bor bizning. Buni rasmiy bir kitob qilib yozish lozim. Undan keyin 5-inchisi ideologiyamiz deyish kerak. Ideologiya kitobimiz. Ideologiyamiz bek oddiy amaliyotda 3 asosiy savolga javob lozim. Qilib bo'ldi deb o'ylayman men. Birincisi biz kim? Tariximiz bu ishg'ol bo'lgan biz zodi kim? Siyosiy kimlikda biz Uyg'ur deb chiqsak, Qozoq, Qirg'izlar bilan jidal qilmay, biz Uyg'ur desak, ular men Qozoq desa, oyoqda men Tungas jidal qilmaydigan bir siyosiy kimlik yasab chiqish kerak. Hammasi millatdan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz bo'laversa, ammo biz deydigan bir kimlikni yasab chiqamizsak, ayada jidal chiqadi. Shuning uchun biz kimda Sharq Turkiston ulusal kimligi degan narsa mushadan chiqadi. Birlashtirish gap ichidan. Anadagi ikkinchisi biz kimdan keyin vatan degan nima? Qarindoshlar, u vatan uchun biz o'lishga tayyorlanishimiz kerak. Gapni bu qadar ochiqday. Bu yerda lag'man yab gapni qilib o'tirgan vatan ozod bo'lmaydi. Vatan degan nima? Uning uchun o'ladiganga avlodlarni tarbiyalashimiz kerak, yetishtirishimiz kerak. Buning ideologik asosi mushu kitobdan chiqadi. Buni chiqarishda bir qancha ilmga ehtiyojimiz bo'ldi. Birinchisi falsafa. İkincisi din, yani vatan suyish imondindir degandek narsalarni kirgizish kerak. Uning kendi üçüncüsü
mesela sosyologiya, tarix degan narsalar. Undan eng oxirgi nuqta ideologiyamizdan qanda davlat quramiz, abay qerinishimiz degan narsani dreaming, arzu qilgan narsani tishlash kerak. Biz jumuriyat quramdiq, podshohlik quramdiq, diniy davlat quramdiq, qabila quramdiq, nima quramiz? Aniq bu bo'lish kerak. Bu akademiklar hozir men degan 5 kitobni tayyorlab yozgandikan, akademiklarimiz bu kitoblarini ko'tarib, shu Amerikaning siyosatchilari bizni öyle ko'rishdik, kongressmen bilan ko'rishdik deb ketamiz-ku. Jinim qarindoshlarim hamma gapni perdining keyni deydigan gapni hamma degizib o'tadigan bo'ldinglar, shu tashkilotlar deganmagan gapni. Bu siyosatchilarning hammasining maslahatchisi bor. Turkiyada danışman deydi-ku. Hammasining advisorsi bor. U berib siyosatchi bilan ko'rishguningizdan bek cho'ng rol yo'q. Uni gapni qayil qilib nima qila olishingiz mumkin. Ammo sizning ziyolilaringiz, akademiklarimiz kitobni ko'tarib olib, shu siyosatchilarning danışmanlarini, maslahatchilarini qayil qilish kerak. Bu vaqtida o siyosatchi sizning yo'lingizni mangdi. Chunki shu maslahatchi bergan maslahat ish qildi siyosatchi degan. Mushuni hamda işte ochiq yerda deyishga majburlamizlar qarindoshlar. Akademiklarimiz nima ish qilyapti ziyolilarimiz? Mesela ba'zilar Twitterda, ba'zilar ko'chada namoyish. Ya biz qilyapmiz 37 doktor yana birimiz sanga nima bor ko'chada? Kitobingni yozmamsan. Shuning uchun birinchi narsa biz qanday o'ngishulimiz, bu ish qanday o'ngishuldi deganda birinchi qadam salohiyatni aniq qilish kerak. Men akademik, men o'tirma nimaning ichida. Ishxonaning ichida. Ondan shu Erkin Ekrem efendimdek ishki salohiyat o'tqasi bo'lmaydi ekanda, masalan, bu akademikmiki deyilsak, Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raislik salohiyati yo'li qildi uni deydi. Unda Dunyo Uyg'ur qurultayining muavin raislik salohiyati bo'lsa, men bir nizomnomasini so'ray desam, u yerga kelganda tadqiqot institutining mudiri bo'lib qoldi. O savolni so'rag'ilmaydi. Shuning uchun hamma odamning bir salohiyati bo'lsin. Shu salohiyatga qarab savol so'raylik. Masalan, Mehmet To'xta efendi muhojirlar bo'limining rais mas'uli bir o'rliqlar strategiya va siyosat mutaxassisi bo'lib qoldi-da. Bundan bu muhojirlar masalasi to'g'risida mas'uliyatni so'rag'ilmaydi. Chunki biz davlat emas ekanmiz, shuni so'rag'ilmaydi. Shuning uchun akademiklikni qil, tashkilot qurgandek ish qil. Aktivistligini qil. Masalan, biz tashkilotlar aktivistlar bilan hamkorlashib ishlayamiz. Maydonni bizga topshir. Biz hozir 10 davlatda, 11 davlatda qilamisak 20, 30, 40, 50 davlatga chiqara olamiz. Ammo akademik maydonga tushibma, Twitterga chiqibma, bizga kerakli kitoblarni tayyorla. Shu hamma odam birinchi qadam qarindoshlar, masalan, bu da'vo qanday o'ngishildi deb biray. Birinchi qadam butun hamma odam salohiyatini aniq qildi. Akademik, siyosatchi, aktivist, jamoat erbabi degandek-ku. Ularning hammasining mas'uliyat ta'minotini nəhayət yüksək anlam bunu qilishimiz kerak. Aslida hukumat maosh berib bir otorita bo'lgan bo'lsa, tabiiy kuchlatdi bir akademik hargiz qopab men siyosatchi deyolmaydi. Endi buni anglab qilish kerak. Salohiyat aniq bo'lgandan keyin ikkinchi qildigan ish nima deganda, akademiklar hukmlarni birlikka keltirish kerak. Inglizcha, turkcha, uyg'urcha mushu qalayim qarshildi. Uning kendi kitoblar yozilishi kerak. U kitoblar yozib bizning qo'limiz kuchlangandan keyin bizning akademiklarga, g'arbning professor doktorlariga, biz siyosatchilarga va ularning maslahatchilariga harakat qilsak, Amerikaning ya g'arbning xiyolida Sharq Turkiston degan davlat bo'lmasmi, biz sala olamiz shularning kallasiga. Yarata olamiz. Keşke haq ba'zi yeyma ba'mizi o'lima deb lalma ishning psixikasida harakat qilsak bo'lmaydi. Biz o'zgartiradigan narsalar bor. Biz qila oladigan. Masalan, qaranglar, bir kitob bir muncha narsani o'zgartirib o'tdi. Masalan, Bill Clintonning vaqtida shu NATOning Serbiyaga qarshi shu harakat qildigan narsaga sabab bo'lgan narsa bir kitob. George Bushning Afg'onistonga kirishiga sabab bo'lgan narsa bir kitob. Trumpning nima bilan savdo urushi boshlashga, Xitoyda savdo urushi boshlashga sabab bo'lgan narsa bir kitob. Ya'ni bir akademik odamning kitobi. Uni savdo maslahatchisi ishlatdi. Shuning uchun bizmi shunda 1 yo 5 kitobni tayyorlamay turib, nima mustaqillik? Nima ko'chib chiqib voqeaga bo'lmaydi u. Shunga g'arb davlatlarining hozirgi kallasida bizning mustaqilligimiz yo'q qarindoshlar, gap o'chib. Ammo biz buni baqila olamiz. Tirishsa qila olamiz.
Lekin bizning tashkilotlarimizdan uni baqilish niyatim yo'q. Shu inaydidan pul kelsa, namoyish qilsa, xalq pul versa, savol so'ramasa bo'ldi. Kalla bu. Ama en oxirgi jumla xalqning sukutini buzishi, savol so'rashi hamma narsani o'zgartirdi, qarindoshlar. Aktiv bo'linglar. Bizga qarshi savolinglar bo'lsa-mu, qo'rqmay so'ranglar. Kimga qarshi savolinglar bo'lsa, qo'rqmay so'ranglar. Hargiz haqorat qilmanglar, ammo savol so'ranglar. Fitna fasod deya, yana bir nima deya deb qozonni ko'mtiradigan ishga yo'l qo'ymaymiz. Fitna fasodmiki, avtonomiya ras bormiki ko'rdinglar qarindoshlar. Hoş bir telefon bağlandı. Assalamu alaikum. Avazınız nahmeden bağlandı. Sualınız yoki fikriniz deseniz bo'ladi. Va alaykum assalom. Bu asli 5 minut oldidagi so'ralgan savotdagi temada o'tib ketib qoldik. Xo'sh. Hozir bilamay. Oldindan javob chekdinglar, rahmat shunchalar vaqtinglarni chiqarganlarga. Dilar aka, sizdan so'raydigan bir savolim bor edi. Bu yerda ta'kidlab siz shu akademiklarningki yozgan materiallar olsun, kitoblar olsun, shu akademiklarning xizmatlarining qancha muhimligini lekin hammamizga ma'lum zaten şu Uyg'ur tadqiqot institutidan boshqa bizning akademiklarimizniki davomli turda vaziyatimizni tahlil qilib yozadigan bir ayab yo'q. Boshqa Uyg'ur akademik nimasi borki, u yerda bunday vaziyat analizlari tahlilini ko'rmaymiz. Ammo masalan siz bundan burungi leksiyalaringizda bir necha qatim deyandingiz, mana mushlardan foydalanishimiz kerak, mushlardan hamma tashkilotlar foydalanish kerak deb shu Uyg'ur tadqiqot institutininki har haftada yoki oyda chiqarayotgan narsalardan o'zinglarning foydalanayotganliklarini so'ragan degandinglar. Lekin bir gapning oldida butunlay munosabatni o'zgarligini dedinglar. Bu munosabat o'tgan siz abam degandek yig'inlardagi ko'rishlarga qartilgan munosabatni o'zgarlikmi yoki ularning chiqargan materiallardan biroq foydalanmaydigan shu butunlay akademik jihatdagi hamma munosabat o'zgarlikmi? Yaxshi savol so'radingiz. Rahmat savolingizga. Ya'ni mundaqchi, bu akademik narsa masalan vaziyat analizi chiqaryapti. U haqiqatdan yaxshi hatto men tabriklaganchu, yaxshi qilyapsizlar, shu nima bek yaxshi menyapti deb men jiq deb ketdim ularga, biladi men deganlarim. Kimga deganimni. Endi gap mundaq gap. Vaziyat analizi, dunyo vaziyatini analiz qilish akademiyaning faqat bir qismi. Buni yana boshqa qismlari bor, ishlar borchu. Shuning uchun bu bir qismi yaxshi menyaptimi, yaxshi menyapti. Uni ammo menda yana bir nuqta bor. Biz bir narsani ko'rsak, undan foydalanib, mushtoga deb ketib qolmaymiz. Biz bir narsani ko'rsak, mayli Uyg'ur tadqiqot instituti olsun, yo bir ingliz yazsin, yo Biden desin uni. Ya yana birisi bir nima qilsin, onu ağanki o'zimizning aqli borchu. O'zimiz har tarafdagi manbalarni selishtirib mangamiz. Shuning uchun u narsalardan biz chiqarayotgan narsalardan biz foydalanayotgan. Ammo shu vaqtida iliqla nima emasda, uni bir o'tkazib meyamanda deb, ayananda deb degan shaklda o'zimizdan nima so'zlamamiz. Endi bundan keyin yana shunday mangayveramiz. Agar u chiqarilgan narsalar ochiq open source chiqarsa, ya biz bilan hamkorlashmaganlar ishlashsa bo'lmaydi desa, biz ishlatamiz uni meg'izini qilib shaklini chiqarib burunqidek ketaveramiz. Agarda ya bu close bu degan taqaymiz bu narsalarni desa, u vaqtida u ishlatmasak bo'laveradi. Masalan, Dunyo Uyg'ur qurultiyining xabarlaridan ishlatamiz. Erkin Osiyo radiosining xabarlaridan ishlatamiz. Abay ko'rdinglar. Erkin Osiyo radiosi Dunyo Uyg'ur qurultiyining shuni biz ko'rmasak, o'qimasak, nereden topamiz o screenshotlarni? Shuning uchun hamma taraflardan mayli akademik olsun, hamma tarafdan hamma narsani biz vaqt chiqarib, mayli inglizcha olsun, mayli uyg'urcha olsun, shu ko'rib, shuni analiz qilishga tirishimiz. Ammo bizning orzuyimiz shu temani ochiqda endi gaplar aytilgandikin bir akademik organ shu Sharq Turkiston mustaqillik to'g'risida anda avtonomiyaga, yana bir nima Xitoylik bilan ko'rishadigan, yana bir nima qiladigan emas. Sharq Turkiston mustaqilligining nimasini qanday yaratamiz, asoslarini qanday yaratamiz degan shaklda o'sha Sharq Turkiston mustaqillik qila, konjekturga qarab elastiklik emas, qattiq shaklda mustaqillik qila, ashagili markazlashgan bir akademik organ bo'lgan bo'lsa, bizning ishimiz bek tez bo'lib ketadi, ish tiklab ketadi. Biz shuni qurg'izamidik, yani nurg'unlagan yoshlarga dedik, nurg'unlagan odamlarga dedik, amdi shakllanyapti. Ma ishlar bo'lgandan keyin amdi shakllanyapti. Bundan keyin nima ish bo'ldi? Ma programmam uzrab ketdi, kesayli. Bundan keyin nima ish bo'ldi? Endi qarindoshlar, Sharq Turkiston davosi bo'linadi.
Yani bu abi ködünla avtonomiya meselesi qandaqka, yani bir narsa qandaqka, yani 6-cı sot içilyapti Uyghur soti, onu men burun degandim. Bu bir resmi sot emas. Bu faqat bunda zaten Xitoy menimcha dep bo'ladi bu vaqtcha. Demagan bo'lsa mat tugungacha deydi. Bu sot resmi sot emas, qonunsiz sot deb Xitoy inkas qaytirdi uning uchun. Aşındaq sot. Amma bu sotning dalil isbotlarni yig'ib nimaga qo'yilishi, ashad bir anglash qilinishi bu g'arb davlatlarga bir huzur yaratadi buni ishiltish uchun. Amma Xi Jinpingni esib etmaydi. Ya bu lagerlarni taqib etmaydi. Foydasi bormi? Bor. Amma qutsallashtirib o'tishning hojati yo'q. Chunki bu bunda deya xalqaro Gaaga sotining hukumati Xitoy tonimaymiz dedi. Hozirgi bu sot bir jamoat yig'ilib qilayotgan bir vijdon so'roqi dedim-ku men o'tgan kunimda. Shuning uchun uningga Xitoy bir inkas qaytarmaydi, ammo g'arb davlatlari buni yumshoq jihatdan Xitoyning obrazini buzish uchun ishildi albatta. Shunga bu narsalarni xalqni aldab bunda ko'ptirib yo tushirib qilishning hojati yo'q. Foydasi bu, ziyni bu. Ammo abay deganimdek 6-oyning 4-kuniga to'g'rilanadi yana bu. Shuning uchun bir qitim bir 7-oyning 5-iga to'g'rilab xalqaro chiqib beqinglar qarindoshlar, dunyoga bir signal beringlar, biz qirilganimizga norozi deb. Yani xalqaro ish deganim bu mushunday ishlarni uchun işte muhim önem beradigan kongressga yana bir yerga cho'ng ishlarni 7-oyning 5, 11-oyning 12-siga to'g'irlash biroz yapsiz bo'ldi. Ammo 7-oyning 5-iga bir to'g'irlangan. Kechgacha 6-oyning 4-i bo'lyapti ishlar. Shunga mening deydiganim bundan keyin hamda da'voda shu Sharq Turkistonning mustaqilligi, andaq avtonomiya yana bir narsa Xitoylar bilan bunda qalaymaqon ulash birinchi protokolning eng usti ulash ekranga chiqmaydigan Xitoylarni biz suzib qaysi mustaqillikni qo'llaydi deb avval bir elgakda o'tkazib Sharq Turkiston mustaqilligini izchil qo'llagan Xitoylar bor. Birisining ismini unutdim. Tangdan Hongmi bir Xitoy bor. Yani shunga o'xshash bir Xitoylar bor, burun bu Tayvanda bir Xitoylar bor, hozir ismini uyqusizlikda unutib qoldim qarindoshlar, almashtirib etmay. Aşta Xitoylarni ilg'ab, oshilar bilan aloqa qilamiz degan Sharq Turkistonning mustaqilligidan qizil sizoqdan o'tmaysa, bu sizoq biz uchun muhim degan va Sharq Turkistonning mustaqilligi degan qizil sizoqdan dadam o'stimi uni tonimayman. Kishilik munosabatni tonimayman. Sharq Turkiston mustaqilligi uchun kim ashunga qarshi harakat qilgan kuni shuni tashlab ketalayman deydigan bizning bayonotimiz yomon harakət biz birisini jürgüdən qızıl bayraq çıxıdığan münafıq demidi o. Yaxşı oxunlar. Eğer jürgüdən qızıl bayraq çıxıdığanlar bir tərəfə össün. Eğer jürgüdə kök bayraq çıxıdığanlar mında nəsləgə, mında yol qoymaya bu xata degan nərsəni qatarıb kesidiganlar bir tərəfə össün. Yani bu dava işkiyi nim qilib, ayrılıb. Mesela Tibetlərni qaranglar, avtonomiya deydiganlar var. Türkiston Tibet Yoshlar qurultayı var. Qoralliq urush alimiz deyilik Tibet Yoshlar qurultayı hozircha. Bu ikkisi majlisda uchrashdi. Shuning uchun men burun deganda birlik uchun majlisda teng barobar birlik uchun hozir bo'linish kerak. Shunga bundan keyin hamda Sharq Turkiston mustaqilligi degan temada, shu nuqtada qizil sizoqni buzmagan, ashada o'tmaydigan, eng muhimi tashkillanadigan bir tashkilot 5-10 kesim bo'lmaydi barchalar uchun tashkillanadigan va bu yo'lda qadam ola olgan tashkilotlar yoki oydinlar, akademiklar, ziyolilar bir taqi yig'ilimiz hamda. Yani Sharq Turkistonning mustaqillik o'ngchi qanoti hamda shakllanishi kerak. O yani chet ellikdan oldiga chiqib Uyg'urchimi, inglizchimi bu Xitoylar tajovuzchi, biz Sharq Turkiston davlatimiz ishg'ol qilingan, biz bu yana mustaqil qilamiz degan gapni u ya pulni kesib o'tamiki, bu hojam xapolab qolamiki emas, ochiq deyalaydiganlar bir tarafga yig'ildi. İnşallah bunun hozir xizmatlarini boshlaymiz inshaalloh yaqinda. Mikrofoningiz taqoq o'xshaydi, anglamadim ovozingizni. Vaqtni uzra kitib qoldi. Sizning boshqa jiddiy deb qolgan nimalaringiz bo'lsa, oxirgi 5 minut ichida xulosalashtirishlar. İşkilam cümle. Qarindoshlar, xalq hammadan kuchli. Xalq asli kuchlidir. Asli hamma narsa.
xalq mustaqillik alamiz ma'nasan xato desanglar, ertadan boshlab diyemaydi hech kim. Dunyo Uyg'ur qurultayini hech kim diyemaydi va G'arbning akademiklarimi, G'arbning maslahat berayotgan Xitoylarimi yoki hukumatlarimi agar bizning xalqimiz mustaqillik demagan, mustaqillik alamsa desa avtonomiya alamiz deganlar bizning vakilimiz emas deb xalq ovozini chiqarsa, u g'arbchilarmi ularni unda degizolmaydi. Zo'rlabmi degizolmaydi, buyruq beribmi degizolmaydi. Bütün huquq xalqda, unutmanglar. Mayli biz olayli, mayli kim bo'lsa bo'lsin, irodanlarga, vijdoninglarga yoki hissiyotinglarga qarshi narsalar chiqqan vaqtda ovozinglarni chiqarishni boshlanglar. Agarda xalq mayli bizni mi tanqid qilinglar, savol so'ranglar, har qanday edi biz tayyor savolinglar. Biz hargiz bizdan savol so'rsanglar, sen bizga qancha pul bergansan demaymiz. Biz Allohga shukr bugungacha bir xalqdan bizdan so'rab bakmadik. İnşallah bundan kimi so'rmayman ishqirishimiz. Shuning uchun albatta bu xalqdan pul chiqqandan hammasini gunohkor deganim emas. Ammo chiqqan pulning hisobini berolmasa gunohkor. Shuning uchun nimada ching turinglar, asli da'voning egisi xalq va ovozinglarni har qanday odamdan savol so'rashdan qo'rqmanglar, chekinmanglar, so'ranglar va noroziliginglarni ifodalashga boshlanglar. Agar xalq ma'ni olamiz desa, hech qanday tashkilot uning qarshi bir og'iz gapini qilolmaydi. Hozir bo'layotgan narsaning hammasi xalqimizdagi sukut. Hozir bo'layotgan narsa sababi. Sukutni turaversak, Ahmadjon Qosimning o'ligi mushu deb akasi hammasi kim bu ichib ko'rib baqayli demay qarab tursa bir ko'mbatgandek shuni. Bu qitim yana vatanni apirib ko'mbitdi agar sukutimizni buzmasak. Vijdoninglarni, hissiyotinglarni va aqlinglar bilan ishiltib ko'rgan narsalarga har qanday odamdan savol so'rashdan chekinmang. Unda adimgarchilik, ko'ngil yosh, mo'mining og'inamti, amining bizmamti deydigan yerda o'tib ketdi. Vatan qanmaydamda biz yana o'tgan 20 yilda ko'ngil yo'q yaqinmay yursak. Mening gapim shu. Xalq xulosa shu. Savol so'ranglar. Mening xulosa shu. Bugungi tim e'tibori bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi sizlarning kuzatishinglar va qanoatinglarda oxir xulosanglarda ya'ni Sharq Turkiston masalasida avtonomiya taraf ketayotganlar deb xulosaladinglar deb tushunsak bo'ladimi? Dunyo Uyg'ur qurultiyining nizomnomasini xalqqa ko'rsatishni talab qilamiz. Masalan, biz Baylosdan o'tkazyapmiz dedik-ku. Biz Baylosda o'tgan kuni hozir Uyg'urchasini ko'rsasak ko'rsataveramiz biz, ammo Baylos qonundan o'tgandan keyin inglizcha Uyg'urcha tan ko'rsatsak, u vaqtida shesh bo'ldi. Chunki advokatimiz, masalan, menda bir narsa deb bizda bizning da'voda axloq bo'lishi kerak. Axloq, er ayollar axloqi. Bizning da'voda eng chong masala. Masalan, biz Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi oilasi turib er ayollar oila axloqiga bo'ysunmagan odamni, oila axloqida bular Uyg'urchasansak rasvochilik qilgan odamni shu kuni qo'g'laymiz deydi. Buni biz yozdik nizomnomaga. Shu kuni qo'g'laymiz. Va buningga butun vakillar imzo qo'ydi. Ya'ni ovozda o'tkazdik qildik. Endi biz buni advokat topgan vaqtimizda advokat dedi bu davlatning qonunida o'tmaydi. Chunki bir odamning shaxsiy hayotidagi axloqsizligi uning ayoli bilan munosabatlik tashkilotdan nim qilolmaysizlar, qonunda buni sudga chiqarmaysizlar keyin dedi. Ya'ni zina gunoh emasda g'arbda. Buning bilan biz buni qanday qila olamiz desak, manda dedi. Nizomnomaning ichiga kirgizmaysizlar Baylosga, ammo nizomnomada bir modda bo'ladi. Bu nizomnomadan boshqa bir to'xtam bor. A'zolarning o'rtasida deysizlar. Shu to'xtamda masalan shunday narsalarni qilsizlar, masalan oila axloqiga xilof qilsam, mavzam chiqitmasa meni qo'g'lig'imni qabul qilma degandekchi yana bir ayrim to'xtam tuzdik. Ondan keyin bu to'xtamga biz imzo qo'ygandan keyin bizda bir yig'inda yo bir yerda axloq masalasi chiqib, birisining ayoli bilan birisining yo'ldoshi yo birisining bizimiz bo'lgan birisining o'rtasida bir narsa chiqqan zaman qo'ng'ir tepamiz uni gapni o'chog'ini qiladi. Bu da'voda axloq bo'lishi kerak oldi. Biz yani bu narsalar kuchaytiramiz. Shuning uchun biz bu nizomnomamizni ko'rsatmaymiz. Hozir chunki o'zgarib ketishi mumkin advokat ba'zan bizning ajoyib qattiq narsalar bor. Advokat ba'zan narsalar qonundan o'tmaydi, uni ijtimoiy to'xtam shaklida ayrim tuzumlar degashga ko'rsatmaymiz. Ammo Dunyo Uyg'ur qurultiyi narsani o'tkazib bo'ldik deydi nizomnomasini. Bizning o'tgan kuni biz nayt faxrlanib turib ko'rsatamiz hammalar uchun bunday narsalar bor. Hozir da'vat qildim. Dunyo Uyg'ur qurultiyidan bir telefon bor.
nizamnamasini xalq ko'rsatsin. Agar ko'rsatmasa, bu da programmada men ko'rsataman. Ya'ni shu nizamnamasida ko'rib bilasizlar yana qaysi yo'ldan nima ish qilyapti degan shaklda. Şu an ben baha vermey, yani hemimizge vekillik kılgan bir teşkilatın bir teşkilat mı, bir şirket mi, ya ki bir zavut mu, nimeligini biliş hakkımız var. Şunda o. Onda vakan nizamnamesi emme demnin koldu buluş gerek oçuk aşkarı. Ben Dünya Uyghur Kurultayı'nın nizamnamasını körsatsin ki halk versin bahasını deyime tüydü. Bizden nizamnamemiz Baylus'ta ötken günü biz pehrilenip durup kançılık basa alsak şunca haksız tartımız dünyada. Yani Dünya Uyghur Kurultayı'nınki rehberlerinin bazı şahsi soruldu olsun ya ki Uygurlar bazı soruldu olsun Şarkı Türkistan müstakilliği alakadar bazı ifadelerini kullanışı ve hatta öz takdirini öz belgilashga o'xshash va yoki